Qandaq kirimiz deb eshitdim. Yo'lda o'tdim. Tamam. Men kiray. Buni share qilgan yer chiqmadi. Share qilolmadim buni. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilar ikram xush keldinglar. Muhtaram qarindoshlar, bugun Mavlanka ovozni aytyaptimi? Okay. Bugun sizlarga Amerikada yashayotgan yumshoq detal injeneri Mavlan Yasin afandininki tayyorlashida Uyg'urlarni izohtirayotgan 11 xil ezitqa haqidagi izlanishlarni taqdim qilishga turibdik. Programmaga aloqador savollaringiz bo'lsa, naq maydonda so'rasangiz bo'ldi, qarindoshlar. Bugungi programma, ya'ni bir qancha hafta bo'ldi, programmalarimiz YouTube va Twitterda yayınlanadi. Facebookda bir to'solg'i bor. Uni hal qilish uchun tirishyapmiz. Hal bo'lsa, inshaalloh Facebookdan ko'rishimiz. Hozircha YouTube bilan Twitter orqali, Twitter'niki inkas bo'limidan inkas ish orqali yoki naq maydonga har xil applardan telefon qilish orqali bevosita bog'lansangiz bo'ladi, qarindoshlar. Oldi bilan qoida bo'yicha leksiyani to'pchilar anglaymiz. Savollarni inshaalloh oxirgi bo'lgiga to'g'rilaymiz. Ekranimizda izlanib olmaydigan ziyodalarimizdan Mavlan Yasin afandim bor. Assalomu alaykum Mavlan aka, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Men avval to'xtab turib, men Nurg'uldir men bilan Facebookda ko'rman deydim, aslında YouTube'imizni Facebookda share qilmayaptim. YouTube'ni bosdim. Qo'yilgandan keyin to'xtab turing. Avval men YouTube qilib kiray bevosita. Chunki men bir necha tilp uribdim, men qanday kirimiz deb YouTube kirib, fidoyilar biz iktor maxsus safiyasi kirmango. Ben siz yollagan YouTube adresini açsanızdan bulatda ayna. To'xtab shuni atay. Men atsam 2 yil diye 2 aylık share deydigan nima chiqmadi. Chiqish kerak. Şu chiqmayotdi. Men shoshqa buni YouTube'ga ulanmayaptim. Men Facebook'ga ulanmayaptim. Onun şey lazım. Ben bilemedim lekin onun abi şarkıların kısmı ama bu ekran açılgan şarkısı qanday açıldığını bilmedim. Mesela ben hiç bakmadım. Mana açılgan mandaq açıldı mana. Mandaq açıldı. Bu sınaylık share qilgan yer yo'q. Ekranın üstündeki 3 tane çift qo'yilgan yer. Şu 3 çift görünmeyotdi asıl. Şu 3 çift yo'q. Mavi to'rdikilar bir necha shu Facebook orqali kirimiz degandichu. Men shu cho'ng'ashqa ulan bir share qilaylik. Ya fidoy buni ayni konularga qilyapman, meni qilolmayaptim. Mana ekranim. Mana ekran. Tübüde 3 çift yo'q, ashini qilolmayaptim. Yana bir ko'rsatma yo'q. Mana ekran. Ya tükürek şu an. Tükürek açıklan telefonunu. Share yok. Ana share yok. Share. Mana ekran. Bak kichikiltini, hozir ekranni kichikiltib boqing. Kichikilashingizdan chiqadi ekan. Yoki hozirgi nimani kopya adresini kopya qilib Facebook chaplab qo'ygan bo'lsa. To'xtab turing. Bu Buni to'xtab turing. Forward. To'xtab Facebook to'xtab turing,
Ya message, bu message'ga chiqdi, unga chiqib to'xtab turib. Facebook'tan yemci tanlaş var mı? Şuna başsız. Messenger'da doğrulab qapsınız. Facebook to'xtab o to'xtab turib mana Facebook keldi. Next share to'xtab turib ha. Endi Facebook chiqdimi, bir qarab etdi. Xapamaysizlar jamoat. Ma bu bir necha odamlar ko'rimiz degan, ma'ni anglaymiz deganda. Ma just now. Endi just now deydi. Bo'ldi, endi so'zlar beraylik bo'ldi. Ana meni ko'rman deyganlar Facebook bilan ko'rsanglar, Facebook'ni bossanglar, YouTube'ga boshlab bordi. Bo'ldi amsi men. Amsi sözümde mahkeme neredesiydi? Başlasanız buldu. Olamda başlasam buldu. Biraz görüşemeye kaldık. Sizin ancak seferleriniz oldu ama hakikaten kiyinki turmuş bismi. İkincisi medyalardaki kuşkaçlarının sayırış gibi bes-beste güllünüş baskışıga yağmurdan kiyinki bambuk qarpısı kelip kalgandek olap gavgacık olap ketdi. Şuna o temalarga kirmedik. Kin ömür eslimlerimizden anlayan çağda anlamız deyip kaldık. Şuna bugün izin tabii yığılıp kaldı emas mı? Şuna şu xeyli çakırdan tayyorlab qo'ygan. Endi mavu Ramazan iyida endi bir ay her yili o'sha bir ay üzemning o'sha diqqatla shu Qur'oni, hadis shunaqa munosabat islom dini bilan munosabat maqolni o'qiyman. Bir kun her yili bir ay shuning bilan ketdi. Ma'qul emas, men so'zimni davomlashtiraveray. Har qatim men so'zlaganda avval kirish so'zdan boshlayman. Endi men deb qo'yay, bu Uyg'urlar nima uchun olimsiz va ijodiyatsiz deb savolni qo'ydim bu temoda. Men ma so'zimda ijodiyat bilan kashfiyot degan ikki so'zni almashtirib ishlatdim. Invention deganni Uyg'urcha lug'at kirgizsam, gayada Uyg'urcha lug'ati kashfiyot va ijodiyat deb ikki so'zni olibdi. Shunga gayalarda kashfiyot deb ishlatdim, gayalarda ijodiyat deb ishlatdim. Ama so'zimning kirish so'zida men kashfiyot to'g'riliq ozroq so'zlay, ko'rish suhbatning xulosida olimlar to'g'riliq so'zlay. Ama kashfiyotni qisqa tushuntirsam, kashfiyot iqtisodni ilgari surdi. Kashfiyotning zo'r ahamiyati shuki, u masalalarni hal qiladi va dunyoni o'zgartirdi. Biz kunda degidek yangiliklarni anglayapmiz va ko'ryapmiz. Ammo top bo'lmagan bo'lsa, bu yangiliklarning hammasi yuz bermaydi. Topdan ilgari turmush asosan kunduzda harakat qiladi, kech uxlatdi odamlar. Tok kashf qilinishdan burun kech qorong'uni yo'rtish ma'lum darajada alohida imtiyoz edi. Chunki kashni yo'rtish uchun siz moy yoki sham yoki lampa yoki o't yiqimlarga ehtiyoj bo'lsiz. To'xtab turing bir. Assalomu alaykum. Hadi Facebook'umga kiriblar, qo'ydim, shuni bossang YouTube'da hozir bu. Meni Facebook'um kiriblar, men YouTube'ni ulab qo'ydim, shuni bossang seni YouTube'ga olib boradi. Masalan, tokdan ilgari turmush asos kunduzda harakat qiladi. Tok kashf qilishdan burun kech qorong'uni yo'rtish ma'lum darajada alohida imtiyoz edi. Chunki kashni yo'rtish uchun siz moy yoki sham yoki lampa yoki o't yiqilg'uga ehtiyoj bo'lasiz. Bu ehtiyoj bo'lasiz. Kechida turish uchun kechicha o't yiqish to'g'ri keladi. Yemekliklarni saqlash uchun tuzga chilatdi yoki silab surlab yasatdi. Tok bu masalalarni hal qildi. Elektr energiyasi texmi uzoq tijorat vaqtini ilib keldi. Hozir 24 soat tijorat qilgan bo'ldi. Kundalik ishlarni o'rindash uchun texmi ko'p vaqt yaratdi. Elektr saymanlari ishlatib har qanday ishni tamoq etishdan tortib uyni isitish qadar hamma ishni qilg'ini bo'ladigan bo'ldi.
Kəşfiyyat hazırki zaman turmuşunun her qaysı tərəflərə təsir göstərdi. Misala, hacatxana, addi misallarını alayım. Misala, hacatxana ve zamanvi turba yolğa oxşaş məsələlərmi tazlıqni yaxşılaş ve insanların taşlandıqlarının təsirini azaltış mümkünçilikni yaratıdı. Bu şəhərlərini texmi pakiz ve olduraqlışqa texmi maskiladigan qıldı. Zamanvi muncha kasalliklarning tarqalishini azaytishda yordam berdi. Bu odamlarning o'ttircha umrini uzaytishda foydali bo'ldi. Bu yer shar nüfusining o'tgan 150 yilda 5 yassa ko'payishini keltirib chiqadi. Oldin qatim doktor Qahravar bilan so'zlaganda, shu ahalla to'g'riliq so'zlagan shu lentida tafsil anglaymansanglar tushan, anglasanglar bo'ldi. Bu keşfiyatlarının bu keşfiyatların tökbüsde biz hazır tonlatko, dokupka, turba suyu, bexatarlik yasalgan kazan kıça, telefon, bakteriya öldürgen mahsulotları qatarlıq yüzlerce, minlerce gündelik turmuşimizdeki nerslerini haqlıq iş deb qabul qilamiz. Mushundaq bo'lish kerakli deymizda, uni tabiiy qabul qilamiz. Avtomatlashtirishni o'ylaganda zavodlarni bütün narsa avtomatlash, mashinasozlik, to'qimchi ham. Avtomatlashtirish texmo to'g'ri qurashtirish bir narsalarni va turkumlab ishlab chiqarishdan derak berdi. İlgirkiga qaraganda ko'p kishilar o'ltirib xizmat qiladigan ishxona xizmati bilan shug'ullanadigan bo'lib ketdi. Amaliyotda texnika yana bir obidaga yetdi hozir. Zavodlar hozir mashina odam ishlatib nurg'un vazifalarni tamomlayotdi. Ya'ni bir 10 yil qarmay ko'rik qurilish hamma nima mashina odam bilan o'qitdi. Dünyani o'zgartirgan kashfiyotlarning misolini izlaganda shu kashfiyotlar emas, balki uningdan maydonga kelgan barliq narsalarni aslash to'g'ri keladi. Bir necha oddiy misollarni ko'rsatib o'tay. Birinchi tok hammamizga Rusya. O'yinchiqdan aeroplangacha hamma narsani, insonlarning hayotini o'zgartirdi. Ikkinchi po'lat başqa moddalardan mustahkam pishiqlab ishlash oson. Po'lat bizga paraxod gavdasidan egiz imoratlarni yasashgacha bo'lgan barliq narsalarni ilib keldi. Odamlar irodasini g'alati po'latdek deb tasvirlab qo'yamiz shunga. Masalan, lift, elevator, binolar egizlik chiqadigan. Liftning kashf qilinishi egiz binolar bargan sari egizlab zamonaviy dunyoni qaytadan yasaganligidan derak berdi. Tunglatqo 1834-yildan boshlab tunglatqo dunyoni o'zgartdi. Yemekliklarni soğuk saqlab, hatta tunglatib, sütünün o'zgarib ketishining oldini oldi. Bu kishilarning salomatligidan tortib, mavjud bo'lish imkonligi bo'lgan korxonalar tipigacha ta'sir ko'rsatib keldi. Shundaqla yemekliklarni yiroqlikdagi yangi bozorga to'sish imkoni borliqqa keldi. Bosma nashriyat, İngilizce printing press deydi. Germaniyalik kashfiyotchi Gutenberg 1439-yili xat bosma mashinani ijod qilish bilan arzon besish texnikasi borliq keldi. Uningdan burun bütün kitoblar haqlar qo'lda ko'chiradi jumonglar. Bu yozma yiziqlarning faqat hurmatlik deb hisoblanadigan xodimlarga tava, faqat diniy xodimlar va boylarla ziyorat qila oladigan, oz uchraydigan kutubxonalarga tava davrning oxirlashganini bayon qildi. Asta kitap o'qish jamiyatning har qaysi qatlamlarida mumkin bo'ldi. Kul insonlar tarixida faqat birla texnikani bosma mashinaning muvaffaqiyatga yaratgan qulayligi bilan selishtirgani bo'ladi. U bo'lsa 5-internet. 1969-yili Amerika Oliy tadqiqot plan mahkamasi Tori. Bu Amerikadagi bir tadqiqot shirkati inglizchada The US Advanced Research Projects Agents Network
Bunu başlagan. O vaqtida ular bunda bir to'g'ri idoradagi ishchilar bir-birimizning do'stligiga berib jumay deb qilib o'zaro to'r orqali bir-birisiga bunda xat yozishib bir aloqa qildigan qilib kichik bir idoraxonaning ichidagi bir narsa. Bugun barliq chegara va madaniyatni halqib o'tib ketgan internet to'rga aylandi. Hatto chet Iroqdagi yerlik qabilalarmi aqli iqtidorli telefon ishlatib o'rmon kesishning nasliy turlarga va tabiatga akelgan tahdid va ziyonliklarini xotirlaydigan bo'ldi. İnternet dünyanın her qaysi joylarida ma'rifni amallashtirish va fikr almashtirishni ishga oshirdi. Texnik ko'p ishlarning tok orqali ma'rif va texnikaga erishishga erishib, kishilar va korxonalarni bearam qiladigan masalalarning texnik ko'p hal qilish chorasida yengillik yaratish yoshirin kuchini ichivatdi. Muşaylık atomlardaki moleküller deyimiz ki, aşı bir meseleni misalama gösterip versem. Xalqlarmış, alimlar hal kılamagan, ahiri onu o şahballar game oynaydı o kompüter oyun. Şu oyun şekilde çıkarıp onu torga silivitipke, aşı 50-60 yıl kılamagan balını şahballar 24 saat hal kılıvitipti onu. Şunun 24 saatte moleküllerini kandak iş bulduğalıkını koyup 24 saat hal kılıvitipti. Mesela ben bu benim kiriş sözüm bilen kiriş sözüm ayaklaşsın, ayak sözde alimler doğruluk sözleyimiz. Ben aldı bilen şunu bayan kılay. Ben söhbette asasen tabii pen üstüde toxtayım. İçtimai pen üstüde nait az toxtayım. Ben aldı bilen alim ve icadiyat bu iki atalığa düşünce bir ötkide. Çünkü bizninki sözlemekçi bulunmaz bu iki ufkum üstüde. Alim, İngilizce scientist deydi. Alim degan Uyg'urcha ism, Arapcha ismga uni Uyg'urcha nima deydi deb doktor Qahar Baratdan so'rasam, Uyg'urcha bilga deydi deb menga javob berdi. İngilizchada olimni scientist, Xitoychada ko'shveja deb ataydi. Olim bo'lsa tabiat, hayotlik, muhit, hodisa va ularning xarakterini tonish, izdinish, ilgari surish va amallashtirish hamda ko'zga ko'rinarli to'kpa qo'shgan, ko'zga ko'ringan ilm fan xizmatchilarini ko'rsatdi. Bu atalg'u inglizchada scientist degan 1983-yili Angliya ilm fanni ilgari surish jamiyatining 3-qatimliq yig'inida o'ttirga chiqqan, shu vaqtda paydo bo'lgan. Hadi Amerika, Fransiya, Angliya, Turkiya, Germaniya, Kanada, Avustraliya ve Rusya qatarlıq dövlətlərdə doktorluq ünvanını alğan Uyğurlarının sani xeyli köpəyib qaldı. Mən hazırmışa sözləşdim burun, mən Amerikada doktorluq ünvanlarını alğanda isim kəgəllərini yüz baxsam, mənə həmən də kısıb yüz baxsam, məsələn Amerikada dadır doktorluq ünvanı alğanlar Fərxat Niyaz, Erkin Sıdıq, Dolqun Qəmbiri, Ablaxat, Qahar Barat, Rişad Abbas, Nurnisa Qurban, Gülnaz, Abdurrahimcan, Maya, Aytbayib, Şükret Mütəllib, Dillara G'ayrat, bular ayol ikkisi biologiya doktorluq olgan. Elnigar Farhod, Elnigarni bilsizlar, Aqsaray ishlaydi, ayol Elnigar xalqarada Farhod iqtisodda. Nurmamat Ahmad, Aynur Mehmet ikkisi kompüter doktorluq olgan, Uyg'urcha lug'atni ishlaganlar. Erkinay, rahmetlik doktorluq alğan bir 2 yıl burun alemde ötüp gitti. Onunki Mir'an Mevlan Osman. Yani Uygurlar var, benim ismimde kelgeller. Muşlar Amerika doktorluq o ünvanı bağlar. Eğer Uygurlarını küzde tutsak, bularını alim desek buludu. Çünkü bular Uygurlarının içinde özüge has sahalarda aldınki bilimge ege bulğanlar. Ben bulardan tahirlenime. Ben bu söhbette dünya itiraf kılış noktasından sözləvatım. İkinci, icadiyet keşfiyat. Bu ufkumda bir düşünce bir ötkide. İcadiyet keşfiyat. İngilizce'de invention'daydı. İcadiyet bulsa bir xil özgüçe, şekillik yoki şekilsiz yenilik narsa yaratish yoki yenilik narsa yaratish yo'lini ichish jarayonini ko'rsatdi. İcadiyet tabiiy qonuniyatdan foydalanib
texnika sohasida alayda masalalarni hal qilish uchun yangilik yaratish xarakteridagi loyiha, tadbirlarni o'tirib qo'yish jarayoni va natijasini o'z ichiga oladi. Masalan, fan texnika, asbob jabduq, qural, mashina mexanik, mahsulot, tuzumda yangilik yaratish yoki yaxshilash qatorliqlar ijodiyat ichiga kirdi. Uyg'urlarni indigenes deyish bu ijodiyat kirdi. Bu Uyg'urlarning kelgusida tarixini, belgisini Uyg'urlarni sitishda bundaq kashfiyat hozirda ish bo'lmagan, shu Uyg'urlarni ijodiyat deyish va Uyg'urlarning ichiga bir ijodiyat kirdi. İcadiyet bilen ideya xiyalının farkı. Keşfiyat bolsa meselelerni konkret hal qilish loyihasi. İdeya bolsa meselelerni abstrakt hal qilish loyihasi. Keşfiyat bir xil yangicha usul bilen ideya xiyalini yoki jismlarni birlashtirib, burun mavjud bo'lmagan narsani yaratgan harakatni tasvirlaydi. İdeya bolsa sizning tasavvur kuchingizdan kelgan dalillanmagan uqum. Bir keşfiyat bolsa bu ideya xiyalni natijaga tutashtirish uzun yo'liga sinib kirgan va amalga oshirgan jarayon. Avval bir xiyollar bo'ldi uni jarayon. İdeya bolsa odatda nazariyaviy xarakterlik bo'lib, hal qilish chorasi yoki ulga tipi bilan isbotlash kerak. Keşfiyat bolsa taraqqiy qilgan ideyaning kengayishi. Ben bu keşfiyatlar alamga kichkina bir tushuncha buldum. Endi biz bugungi mazmun kelay. Bu uqumlar bilan bir oz tanishgandan keyin endi biz Uyg'urlar nima uchun olimsiz va ijodiyat degan temaga kelay. Uyg'urlar nima uchun dunyo taraqqiyotining keyinda shunchalar tashinib ketgan, ijodiyat deganning yeniga kelolmagan millat qatoriga kirib qoldi. Şükret Mitalib'den başka Uygurlardan olimlar çıkmaptı ki. Uygurlardan icadiyet çıkmaptı ki. Biz Uygurlar dünya taraqqiyotuna hiç qanday tökbə qoşmaptı kemiz. Konulmagan olimleri çıkmagan millet bir ichinarlık, bir külfet, bir bəxitsiz, bir ümitsiz, bir gadaylıqqa sərsəm bo'lgan millet. Hazır dövlətsiz, vətənsiz, olimsiz, ijodiyatiga xatni ximiya turishga bir jug'rab chiqsangiz Uyg'ur degan gap chiqadi. Bilmem, o'z uyimga bunda qarchaplasam, nurg'un vatandoshlarimning g'azabini qo'zg'ab etishim mumkin. Menga qarab lannat o'qib, g'azab o'ti ichib, hatto menga qarab ishtonlari silib sat qiliqlarni qilishi mumkin. Mushu vatandoshlarimning hissiyotini tushunaman. G'azablarini qabul qilaman. Kalbimde şular taraf bulğum kilidi. Lekin hakikat arqını meni çin tartib uyaqqa mangını koymaydı. Yahudilarning bilim ve aqliga ma'qul bo'ldi. Ben 2 yil Yahudilarning uyida yetib qo'ygan. 40% iqtisod, 28% tibobat, 26% fizika, 19% ximiya, 13% adabiyot, 9% tinchlik Nobel mukofotini dunyo bo'yicha nüfusi aran 15 milyon 200 ming bo'lgan Yahudilar olgan ekan. Bularning soni biz Uyg'ur sonining yarmiga teng. Yahudilardan Albert Einstein'da bir yurish dangliq olimlarning chiqishi Avstraliyaning qurilib chiqishigimi cho'ng rol o'ynadi. Albert Einstein va boshqa Yahudi olimlari nayt millatparvar va vatanparvar keldi. Avstraliyaning qurilishida Amerika hal qiluvchi rol o'ynadi. Avstraliya armiyasini qurish, qurol bilan ta'minlash, kasbiy xodimlarni avatish va iqtisodiy yordam berish Amerikaning davlat strategiyasining kun tartibiga aylandi. Amerikaning Avstraliyaga bunday yordam berishida Amerikadagi mashhur Yahudi kapitallar va olimlar halqiliq rol o'ynadi. Bir millatdan dangliq olimlar chiqishi va bu olimlarning millatchi bo'lishi shu millatning ro'naq tepishi va davomli gullanishida cho'ng rol o'ynaydi. Uyg'urlardan chiqqan va dunyoga to'lg'an olim Shuhrat Mitalibning noyte ijodiyati kuchli ijobatchi, mandaqiylikda kasbiy til desak nurg'unlar
tushunmay ketadi. Men menda yaplaq tilda, bakmi to'g'ri emas deb bersam, menda Shuhrat Metalning qilg'ini odamning badaningizdan sizning jiningizni ayiradi. Shuhrat Metalov masalan Uyg'urlardan chiqqan va dunyoga tanilgan olim Shuhrat Metalovning mustaqil emas irqiy qirg'inchilik haqida bir ikki ig'iz so'zligini texi anglab boqmadim. To'rbatlarni ko'ramiz. Biz nurg'un ziyolilarni olim deb ataymiz. Ziyolarimiz bu bir-birini olim deb yezishidi yoki o'zini olim deb ataydi yoki olim deb atishni umid qiladi. Albatta bu ziyolarimiz ko'p yillar tirishchanlik ko'rsatib, jafoga chidab ugunib, raqobat to'lqinlarida g'armay uzib, har yerlardagi nuqtaliq tadqiqot o'rinlarida, oldingi oliy maktablarda yoki cho'ng shirkatlarda martabalik o'rinlarda tafakkur yurgizib, alohida natijaga erishdi. Bu vatandoshlarımni men albatta hurmat qilaman, faxrlanaman, ulga qilaman, hatto menmu ashundoq natijaga erishsam bo'lmamdi deb qizg'inaman. Gerçi biz bu ziyolarimizni olim deb ko'kka ko'tarsakmi, dünya olimlar sitkisga tasqisa, tüşklari xeyli kichik bo'lgan sitkilardimi to'xtamay chiqib ketadi. Xalqaro olimlar mashrafidan bizning olimlarimizga taklif boqi kelmadi. Dünya olimlar kitobini olsak, Uyg'urlar beti texi Shuhrat Metalovdan boshqa bir odamning ismi yo'q. Uyg'urlarga atagan batlar oppoq pokis saqlangan. Biz Uyg'urlardan dunyoga tanilgan bir roman ya tarixiy kitob chiqmabdi ekan. Uyg'ongan zimin, ana yurt, Uyg'urlar ve yaqinda Nabijon Tursun yazgan umumiy Uyg'ur tarixi qatorliq kitoblarning o'qimanlari eng ko'p bo'lganda O'zbekiston, Qozog'iston bilan cheklangan. Bo'pti, hech kim bo'lmaganda Navoiylardan bo'lsa bir danglik odam chiqdi, Alisher Navoiy chiqdi desakmi, u yanala O'rta Osiyo bilan cheklandi. Texo O'zbeklar talishadigancha Alisher Navoiyning, O'zbeklar bizdan talishadi. Mahmud Qashqari va Yusuf Hoj qatorliq tarixiy yozuvchilarimiz asosiyatdan O'rta Osiyo bilan cheklandi. Uyg'urlardan ko'rmadim, dunyoga tanilgan bir yozuvchi, shoir, faylasuf, rasmchi, adib, siyosatchi, diplomat, general, harbiy mutaxassis, iqtisodshunos, kino cho'lponi, tantarbiya cho'lponi, muzikant, diniy olim, insonshunos, tilshunos, psixolog, advokat, faoliyatchi. Rabia Qadir ismli bir dunyoga tanilgan faoliyat chiqqan hamda Rabimdanning medab qilsam 4 qatim Nobel mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan, Nobel mukofotini olgan, kishilik huquq kuzatish mukofoti Human Rights Watch mukofotini olgan, Amerika Tom Lantos mukofotini olgan, Italiya kishilik huquq mukofotini olgan, 100 ming ana mukofotini olgan, Türkiye ayollar mukofotini olgan, musulmonlar tadqiqot jamiyati mukofotini olgan, dunyo musulmonlar 150 mashhur shaxsiy qatorliq xalqaro mukofotlarga erishgan. Uyg'urlar tarixida bunda ko'p xalqaro mukofotga erishgan odam texi chiqib boqmadi. Buningdan keyin bunda odamning chiqishiga mening ko'zim yetmaydi. Lekin Dünya Uyghur Kurdi'deki bir türküm siyasi ağmıçılar ve siyasi fırsatperestler onu yerge vurdu. Biz Uygurlardan görmedim matematika, logika, fizika, kimya, biyologiya, coğrafya, injenerlik, kompüter, sistem nazariyası, qara önkün nazariyası, statistika, mexanika, meditsina, rakam nazariyası, astronomiya, kozmologiya, geologiya, maşinsazlık, yol, körük, kuruluş, tağını kesip ötken tanıl, deniz astı kabili, hava rayı nazariyası, deniz okyan meteorologisi, okyan enerjisi ve barlık tabii fen sahalarda bir ehemmiyetlik teorema, formula, nazariye, tədqiqat nəticəsi sicilgan bir tal xəritə, hətta bir xamxiyal. Biz başlanğıç məktəbdən ali məktəbkiçi oxuğan matematika, fizika, kimya qatarlıq barlıq ilim-fən sahələrdə işlətildiğən barlıq rəqəmlər,
ve belgiler, kompüter ve telefonga o'xshash barliq kunukka taxtdagi belgilerde Uyg'urlarning izi ko'rinmaydi. İlim fen sahasida yozilgan ve atalgan atolg'ulardan Uyg'urlar xoli ekan. Esimga kelgan tabiiy fan kategoriyasiga nazar silib baksam, Uyg'urlardan e'lon qilgan, faraz qilingan, isbotlangan, bir ahamiyatli dunyoga to'nilgan teorema, nazariya, formula, jadval, sijilgan atlas, sonliq ma'lumot, hatto ideya xiyollarmi yo'q ekan. Ben uyumning ichi sirtini bir kuzatib, kitap cihazidagi kitap ve başka yazmalarga ko'z yugartib chiqsam, kitap ve maqolalarga qo'shib ketgan yangiliklar ve kashfiyotlar ichida qaysini Uyg'urlar ijod qildi, anglanglar. Men so'zlashlar anglanglar. Osmon ve bo'shliqqa qarab baqaylik. Raketa, qurollar aeroplani, urush aeroplani, jar kema, sun'iy hamroh, kainat kemisi, hava rayı şar, asmandan yağmur yağdırış, quyosh nurini teshish, hatta çalaydigan oyuncu qatarlıq her qanday hava qatnash qurolları qatarlıq her qanday hava asbab uskunlar tizimligida Uyg'urlarning ismini angladinglarmi? Deniz asti üstünge bir nazar tashlaylik. Paraxod, su asti kemisi, aviamatka, su asti tanol, su asti aparat, su asti kabeli, denizden nefit yoki gaz burumlash mashinasi, su asti ovoz anglash uskunlar qatorliq yer sharining 70%ni egallaydigan okean denizlarda qo'llanayotgan qurol va qatnashlarda Uyg'urlar ijod qilgan yoki Uyg'urlarning ismi bilan ketishgan bir narsani angladinglarmi? Sel-pal bilimi var milletler çonqur okyanın astıga tushib, yoki boyliq izlab, yoki okyanın sirrini izlab, yoki yer sharining qurilmasini izlab, yoki hayotning kelish manbasini izlab oldirash. Uyg'urlar bu oldirash qo'shinining a'zosi bo'ldimi? İlim fan taraqqiyotiga cho'ng rol o'ynagan harbiy sohasiga tekshirib baqaylik. Tapancha, miltiq, avtomatik miltiq, pulemyot, zambirak, bomba, başkurulgan bomba, atom bomba, hidrogen bomba, su minası, tanka, büro maşinası, laser kural, laser weapon, laserli kural, dolqunlu kural, her xil kurallarga işletilgan oklar, qatarlı her qanday harbiy kuralları ve üskünler. Uyg'urlarning bu ijodiyatga bağlangan dalilleri var mı? Bir nazar doirasini yig'ib uyimizda va yoki doim ishlatadigan narsalar bir asboblar akilib baqaydi. Anglanglar, men o'qib beray. Kompyuter, Facebook, internet, Google, Yahoo, GPS, YouTube, WhatsApp, Signal, Telegram, televizor, simliq telefon, simsiz telefon, dirbun, Telegram, kir yuvish mashinasi, qocha yuvish mashinasi, dazmol, kiyim tikish mashinasi, taş yollardan minib yürgen her xil maşinlar, itizlardaki traktör, motor, okul, narkoz doğrusu her xil kasallarni davolaydigan ve saqaydigan minglagan doğrular, city, X-nuri, ultra ovozi, poyol, temir yol, tez süratli yol, birer ko'zga ko'rinarlik ko'rik yoki imorat, lift, automatik lift escalator, elektr, su turbisi, gaz turbisi, neft turbisi, lampochka, virtual, atir, aynak, ün algı, sim qo'ygu, sofa, ko'z aynak, gaz uçak, tok uçak, sim, hava rayı ma'lumoti, projektor, chaqmoq, tonil, simon, generator, vitamin, pensilin, aspirin, china, o'lcham asboblari, sir, chaqmoq, so'g'oq, havo tanshiguchi, vakuum, foto aparatı, kompas, sazgır, velosiped, kristal, spirit, burumuluq, mık, tok hara, polat. Vadiriha. Bir gün sanasak tügmeydi, lekin Uyghur çıkmaydı. Alimler kitabının Uygurlar peki assak bir isim yok. Bu betler pak turgan. İcadiyet kitabının Uygurlar bitini assak yanla pak turgan. Şükran mütellif bu betke bir
tamcha siyah timitgan, lekin shuhrat nitaliqni Uyg'urlar bu yerda ko'rolmaydigan bo'lib qoldi. İlim pende taraqqiyat bo'lsa, bir millatni tunishtiradigan, bir millatning insonlarga bo'lgan tüksini bildiradigan va bir millatni ilg'or millatlar mashrifiga qatadigan huquqli omil va jalb qiladigan magnit. Men oldingi 5-6 yilda insonlar taraqqiyotga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan 17 kitobni o'qib chiqdim. Bu kitaplar mesela 50 matematika ideyası, 50 fizika ideyası, 50 felsefe ideyası, 50 başvuruş ideyası, 50 iktisat ideyası, 50 siyasi ideyası, 50 binakarlık ideyası da yazılgan bir yürüyüş kitaplar okup çıktı. Bu kitapların betlerini inçilep ağdırdım. Uygur'un değerini görmedim. Google'a kırıp insanlar taraqqiyotidagi eng huquqliq 50 ijodiyat deb izdansa tizimlik chiqdi, lekin Uyg'ur chiqmadi. 50 ni 100ga, 200ga, 1000ga o'zgartib baxtim, yanala Uyg'ur chiqmadi. Uyg'urlar xiyol surishni yaxshi ko'ramiz-ku, to'rbatga kirib İnsanlar tarixidagi eng ma'tibirlik 50 xiyol deb kirgizsam tizimlik chiqdi. Lekin Uyg'ur chiqmadi. 50 ni 100ga, 200ga, 1000ga o'zgartib baq. Uyg'ur chiqmadi. Tova desam tova degim. Uyg'urlar xiyol surishdimi, o'rin ololmagan millat ekanmiz. Yoqamni tishlaymi yoki tilimni tishlaymi? Tova desam tova degim keldi. Biz ham xiyolni surolmaydigan millat ekanmiz. Bu milletin qandaqmı Uyg'urlarni tunutadigan ve olim ve ijodiyat chiqsin. Biz hozirgi qadar ilim fan tarbiyasini qabul qila oladigan, lekin ijodkorlik bo'la olmaydiganligimizni isbotladik. Kompyuterning knopka taxtasini qo'limni to'xtatmay urib chiqdim. Tarixni o'zgartgan yoki tarixga ta'sir ko'rsatgan 100 ijodiyat, 100 odam, 100 vaqa, 100 kitob, 100 urush, 100 bitim. Qatorliqlar urib chiqdim, tizimliklar ekronga qator ratlanib chiqdi. Lekin Uyg'urlar buningdan xoli ekan. Yaxshi ishning nesimiz yo'q ekan. Yomon ishdan bormidi deb Google'ga tarixdagi 100 cho'ng qotil, tarixdagi 100 cho'ng o'g'ri, tarixdagi 100 cho'ng qaroqchi, tarixdagi 100 cho'ng aldamchi, tarixdagi 100 cho'ng fayisha deganlarni kirgizsam, tizimlik chiqdi, Uyg'ur chiqmadi. Buni ko'rib ichim siqildi. Shunday o'zimizni ulug' deb faxrlangan millatdan, shunchalar uzun tarixi bor millatdan, bir vaqtda Dolqun Qambiri bir inglizcha Uyg'urlarning orqalagan bir kitob nashr qilgan, u kitobda Uyg'urlarning tarixini 8000 yilga olgan. Necha ming yil yeziq tarixi bor millatdan bir dunyoga tunilgan olim yoki ijodiyat chiqmadi. Mana mushuning o'zi biz Uyg'urlar yaratgan mo'jiza ijodiyat o'xshaydi. Elbette gaylaman siz alim bo'lsangiz mumam deb men xat yozibdi. Gay vaqtlarda o'zim o'ltirib bir dunyoni tavri tvitadigan maqolni yozib, bir muhim nazariyani e'lon qilib, bir muhim formulani bayon qilib va yozib chiqib, shu olimlar kitobidagi Uyg'urlarga tava batlarni to'ldirib atkim keladi. Qarindishim, ne iloji? Menda bunda qobiliyat, bunda bilim, bunda aql, bunda sezgurlik nima qilsin? Menmu ajdodlarga varis qilib, bu numusni yuvish vazifasini avlodlarga tashlab ketadigan bo'ldi. Men kunda qilgan ishim deb boqay. Kunda qilgan ishimni o'ylab baqsam, deganda boshqa millatlar ijod qilgan soatning qo'ng'irqini anglab o'rnidan qo'pib, başka milletler icad qilgan chilmakdan tushgan issiq suv bilan yuyinib, başka milletler icad qilgan pertuvalda soqolimni ilib, başka milletler icad qilgan chish pasti bilan tishimni yuvib, başka milletler icad qilgan kompasda Makka yo'nalishi qarab fajr namozimni o'qib,
Başka milletler icat kılgan yüz mayını yüzümge sürtüp, başka milletler icat kılgan kiyim-kechak, paypak, ayağını kiyip, başka milletler icat kılgan maşinni, başka milletler icat kılgan tez süratli yolda haydap, başka milletler icat kılgan katta imaratning ichiga kirib, başka milletler icat kılgan qattiq detalning knopkasini mesib, başka milletler icat kılgan yumshaq detalda bir az program yezib, başka milletler icat kılgan torlarını çarlap ve yığınlara qatnashib, başka milletler icat kılgan telefonda sözleşip, başka milletler icat kılgan şu maşinda uyga kelib, başka milletler icat kılgan to'nglatqudan muzdak usulukni ichib, başka milletler icat kılgan televizorni birdan ko'rib, isha namozini o'qib, xo'rak tatib uxlaydi. Yani Muhammedcan Rashidin yazgandek. Bulmayın xubdan tehi sizlerge adettir xo'rak. Farz emas, vacib emas, qizliq ibadettir xo'rak. Belki yastık aldıda erzi muhabbettir xo'rak. Uyuqsiz odam uchun nurg'un ahonatdir xo'rak. Naq ahonat tunlari hatta dahshatdir xo'rak. Men tasvirlagan mening bu bir kunlik turmushim Uyg'urlarda o'rtaq topalaydi deb ishinaman. Biz tariximizning bir davrlarda bir ocha yo'lda iziqqa ergishib, xato yo'lga qadam tashlab ketgan millat. Biz qachon nada iziq ketib mushundaq bo'lib qoldik? Bu iziqqa zodi qandaq iziqqa? Qandaq qilib bu iziqqa bilan xo'shlashib, to'g'ri yo'lga qaytib kelmas? Bu meni qiynab kelayotgan savollar. Men bu yozmamda Uyg'urlarni iziq turayotgan 11 iziqqa usti to'xtayman. Men bizni iziq turgan 11 iziqni topdim. Sizlar qolgan iziqlarni izlab beqing. Bo'ldi, biz iziqlar bilan xo'shlashaylik. Adash bo'lishni to'xtaylik. Biz bu ma'rifga qo'ynimiz, ma'rifat qo'yniga qadam tashlaylik. Men yuqorida sirtda turib Uyg'urlarni bir mundaq bir yangi yig'sa sit turib Uyg'urlar qaradi. Endi biz Uyg'urlarning ichidan sir qarab boqaylik. Men bundan bir necha misol ko'rsatay. Men Italiyaga borganda 2000 yil burun gladiatorlar 25 ming odamning qiyoqas cheqinda yo o'lim, yo ko'rim deb urchab nayza qilishvorliq urushga silingan bugun kundimi hayvatlik bilan qad ko'tarib turgan Kolisiyamni ziyorat qilganda ichilarimdan ulug' kichik tinib, cho'nqur xiyollarga cho'kib ketdi. Bizning tariximiz nima shundaq mushta bir nima qolmagan. Men 100 qitim borsam, yana borg'im keladigan Fransiyaga borganda, Parijdagi Eyfel munarning to'piga chiqib bu go'zal, ulug' bir tarixga to'lib tashqar shaharga nazar solganda, dünyadaki en çok sanat müziği ve tarihi hatire sarayı deb tanılgan Louvre Müzesi'ni ziyaret kılganda yürgüm erip ve titrep ketken. Bu müzenin içi bir kırımlı. Türkiye'ye barganda binakarlık tarihini özgertken degan atak algan Aya Sofya'nın işçi tişini pekrap kül yugurtkende, haybatlik Sultan Ahmet Mecit'e salam bergende, Galata munarning ustidan keng zaminga uzrab yeyilib ketgan İstanbulga nazar solganda yurak to'lqinlarim majburib chin dilimdan qoyil bo'lib o'zimni tutolmay ko'zlarimdan yosh chiqqan. Bizmi turibqu? Men mushu bizmi turibqu degandan keyin mushin deganda men bu yerga savol belgisi qo'yaymi yoki undash belgisi qo'yaymi bilmadim. Bu devletning egisi bo'lgan millatlar nima uchun asrlarda qancha qitim vayronchilikqa uchirgan bo'lsa-mu, yana o'zining kimligini yo'qotmay, tarixning taraqqiyotining har bir bosqichiga mazmun qitib, tarixning taraqqiyot xaritasini loyihalash salohiyatini yo'qotmaydigan va yo'qotmaydi. Biz Uyg'urlar nima uchun asqaq askar, cho'loq sarkar bo'lib, urushda yengilgan qoldiq askarlardan boshqa narsa bo'lolmay, süprendelerge aylanıp, başkan tamakka telmirip kaldık. Vatanimizning yatlarının kolunda harabilik, qarashning ko'zi barmaydigan halga chiqib qoldi. Germaniya bilan Yaponiya
İkinci Dünya urushda shunchalar vayronchilikqa uchrasimi, yana dunyodagi eng taraqqiy qilgan davlatlarga oyli nolidi. Bu millatlarga sirliq qushlardi nima? Bu sirliq qushni inchiklab izlanib baqdi. 1904 yildan 1905 yilgacha Rossiya bilan Yaponiya Janubiy Manjuriyani talashib urush qildi ekan. Urushning natijasida Yaponiya g'alaba qozonib, Rossiya mag'lub bo'ldi. Shu davrdagi Yaponiyaning podshosi Mitsuhito barliq vazillarini yig'ib, ularga shunday savolni qo'ydi. Xo'sh, biz Ruslarni yengdik. Ulug' g'alabaga erishdik. Endi bu ulug' g'alaba kimga mansub, kimga tava? Gaylar deydigan, bu ulug' g'alaba podshoning dono rahbarligiga mansub. Gaylar deydigan, bu ulug' g'alaba qurbon berib jang qilgan general jangchilarga mansub. Gaylar deydigan, bu ulug' g'alaba orqa safda kecha kunduz ishlab chiqarishda xizmat qilgan xalqqa mansub. Podsho bularni anglab, beshini chaqab, bu javoblarga qanoatlanmaganligini bildirib shunday. Bu ulug' g'alaba boshlang'ich o'qituvchilarga tava deb javob berdi. Shuningdan boshlab Yaponiya boshlang'ich tarbiyasini nihoyatda ching tutish orqali umumyuzlik ma'rifatga zo'r mablag' silib, har soatga iqtidorli odamlarning yetishib chiqishiga yetarli bolalarni yetishtirib chiqadi. Bu bolalar vatanni eng oliy ko'radigan, vatani uchun borliqini qurbon qilishni bir e'tiqod deb biladigan ruh bilan tarbiyalanib chiqadi ekan. Bunda xalq bilan to'lib toshgan Yaponiya 1930dan 1940 yilgacha 17 aviamatka yasab chiqib, Amerikada qudratli davlatga hujum qilib cho'ng zarba bera oladi ekan. Xitoy va Osiyodagi nurg'un davlatni 10 yil ortiq besib oldi. Ikkinchi Dünya urushida mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, tez taraqqiy qilib yana dunyodagi eng ilg'or davlatlarning sepiga kira oladi. Bu vatanparvarlikni e'tiqodmi, bir g'oyimi vaqtida men bu to'g'riliq bir Gollandiyada bu deyman, bir yolg'onchi bola bor, Ayub deydigan. Shu bu mustaqillik meningki g'oyam, e'tiqodim emas debki, men uningga shuning bilan shu vaqtda muzokara shaklida mustaqillik e'tiqodmi yoki g'oyimi degan amaliyotda bu bir naqsh yaxshi temaka, xudoyim bo'lsa kim bu tema ustida to'xtaymiz. Men o'zimning Norvegiyada dizga shu vaqtda men qisqa bir yozgandim, lekin bu yaxshi temkan, buni tafsili so'zlashga biroz qulaylik temaka, xudoyim bo'lsa bu ustida to'xtaymiz. Men o'zimning ikki o'g'limning Amerikaning boshlang'ich maktabidan tortib oliy maktabgacha bo'lgan jarayonni 100 dan ortiq amerikalik bolalarga oila o'qituvchisi bo'lgan tajribamni, Amerika universitetida o'quvchilarga matematika dars o'tish jarayonida bayqaganlarimni, bizning bolalar tarbiyalash usullarimiz bilan Amerikaliklarning bolalar tarbiyalash usulini selishtirish orqali bayqaganlarimni, men Amerikaliklarning uyida 2 yil yetib qo'pib yashash jarayonida bularning bolalarini tarbiyalash usullariga qilgan kuzatishimni, Amerikadagi maktablarda qilgan ozroq tekshirishimni ko'zda tutib, bolalarni qanday tarbiyalash to'g'riliq o'zimning o'ylaganlarini o'ttirga qo'yib baq. Bu tarbiyalash jarayonida, bu tarbiyalashda men natija qozongan yerlarim bo'ldi, mag'lubiyatga uchragan yerlarim bo'ldi. Bizni ijodiyatsiz millat qatoriga qaytayotgan 11 ezotqini tekshirib baqaylik. Birinchi, Uyg'urlar mushu kunda qilishimiz tarixdan tortib bolalarni bilimli qilib tarbiyalashda qilgan tirishchiligimiz bakla keyinda qolgan va bunda fursatga zodila erishamagan. Bolalarni tarbiyalash usullarimiz davrning taraqqiyotiga erishamagan. Bunda fursatga zodi erishamaganligimizning asosiy sababi tarixning eng muhim batlari bo'lgan
18-19 asrda boshlangan sanoat inqilobi davrida biz davlatimizning mustaqilligini yo'qotib qo'ygan va birinchi va ikkinchi dunyo urushidan keyin paydo bo'lgan zo'r yaxshi vaziyatda mustaqil bo'lib bo'lgan davlatimizni yana yo'qotib qo'ygan. Mustaqilligidan ayrilib ulug' bo'lgan bir millat yo'q. Mustaqilligidan ayrilib ulug' bo'lgan bir millat yo'q. Balalarning qalbini oy yulduzli ko'k bayroqning ostida vatanparvar suyunish ruhi bilan sug'urdigan fursat bo'lmagan. Uyg'ur xalqi bo'libmi balalar millatning onasi bo'lgan mustaqil Sharqi Turkiston Uyg'uristonning qo'ynida yashamagan. Shuningdan tortib biz faqatla qulluq tarbiyasini olgan. Qanchalik o'qigan sari qulluq tamg'isi peshonimizga shunchalik chunqur bitildi va bizni shunchalik beshimizni shunchalik agda qanchalik o'qigan sari qulluq tamg'isi peshonimizga shunchalik chunqur bitildi va beshimiz shunchalik egildi. Qul bo'lgan millat o'zining ma'rif sistemasini qurib chiqolmaydi va o'zining avlodlarini o'z millatiga, o'z millatining talabiga va ehtiyojiga uyg'un bo'ladigan usulda o'zlashtirib olmaydi. Mustaqilligimizni yo'qotib qo'yish bizdagi birinchi eziqishimiz. Eziqquning bizning ustimizdan qozongan birinchi g'alabasi. Hozir xalqarada bo'libmi g'arb dunyosida Uyg'ur degan atalg'u bir siyosiy hukmga aylanib ketdi. Mushundaq ahvoldami ko'p sondagi Uyg'urlar siyosatga aralashmaymiz deb jim yetishning o'zi eziqquning davomli g'alaba qozonayotganligini bildi. Amaliyot tuniga namoyishga chiqdik Taylanddagi Mat Tursun Mat Iminmat esimde çıkıp da bağlaşmak yapılmayız. Şu balının kıpta bizning Los Angeles atrofida 1000 yaqin Uyg'ur bor, 6 odam chiqdi. Avu Washington atrofida bir 7-8 ming Uyg'ur bor, rasmga qarab baksam 100 dak Uyg'ur arang chiqdi. İkinci, balalarni boy bo'l deb tarbiyalamay, baxtli bo'l deb tarbiyalash lozim. Bundaq cho'ng bo'lgan balalar narsaning bahosiga emas, qimmatiga e'tibor beradi. Dünyanın kımmetiga dikkat qilgan millat ijodiyatlik bo'ladi ekan va olim chiqadi ekan. Chunki dunyoning sirini echishni bular eng baxtli deb biladi ekan. Bolalarimizga baxt degan kayib sopa, o'yin tomosha, cho'ng uylarda o'tirish, yaxshi mashinalarni haydash, jiq pulliq bo'lish emas. Jiq pulliq bo'lish la emas. Anda bo'lsanglar bo'ldi, ashla emas. Baxtlik degan uzun davomlashadigan mijaz xarakterlik fazilatdan ichki yoki tashqi kechirmish va bu kechirmishlardan tarbiyalanib chiqqan dunyo ko'zqarashdan inson qilib boqmagan ishlarni qilishdan insonlar qo'yib boqmagan savollarni qo'rqmay qo'yishdan va bu savollarga javob izlashdan kelib chiqadiganligini aytishimiz kerak. Yoshlarga qandaq jon beqishni o'rgatib, qandaq hayot kechirishni o'rgatmasak, bundaq ma'rifning ahamiyati cho'ng bo'lmaydi. Ruhiy kasal doktori va faylasuf deb atalgan germaniyalik Karl Jasper shundaq degan: ma'rif mohiyati bo'lsa, bir tup daraxt yana bir tup daraxtni langishtirdi. Bir parcha bulut yana bir parcha bulutni midirtirdi. Bir ruh yana bir ruhni uyg'otish. Hayot kechirishni bilgan inson boshqa insonlarning hayotiga nazar soladi. Biz bolalarimizga qanday hayot o'tkazish tarbiyasini berish orqali vatanimiz Sharqi Turkiston Uyg'uristonga va Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan muhabbatni yetishtira olamiz. Bundaq muhabbat boylik bilanla tarbiyalanmaydiganligini hammamiz bilamiz, hammamizga ro'shan. İcadiyat haqiqatni izlash va dunyoning sirini echish uchun mablag' solgan va to'xtamay tirishishga intilgan millatga tabi. Biz bolalarimizga baxtlik degan hukmga to'liq aniqlama bermasligimiz yoki xato aniqlama berganligimiz bizdagi ikkinchi eziqish. Eziqquning bizning ustimizdan qozongan ikkinchi g'alabasi.
İkinci, bütün alem bolsa bilgisi kiladigan ve sual so'rashga qiziqadigan minglar ve o'y xiyollar, intildigan arzu niyatlar uchun silingan bir laboratoriya, yana tajribaxona. Shuning uchun ilm fan tadqiqotiga ve muarif tarbiyasiga solgan mablag' eng chong foydani akiladi ve ijodiyat keltirib chiqadi. Uyg'urlar dünya millatlar meşribide bir o'rin ilish uchun ve o'zining kimligini saqlab qilish uchun dunyoning har yerlarida Uyg'ur laboratoriya qurish uchun mablag' silish kerak. Bu mablag' degan nima? Bu yerdagi men deyotgan mablag' degan aql, moddiy, jismoniy material, zihin, kuch-quvvat, energiya, mulozimat, pul, odam ve aholilar rayoni. Hozir Türkiye bir nechinchi yil o'tadi. Aholilar rayonini qatorliq odamlarning rayoni qatorliq odamlarning aqlini, iqtidorini ve tasavvur qilish kuchini yechish ve yetishtirish uchun safarbarlik qila oladigan barliq mulk ve imkoniyatlar. Xuddi Amerikaning 16-farzandi Abraham Lincoln degandek, kelgusini mo'ljarlashning eng yaxshi usuli uni yaratish. Lincolnning bu so'zi shuningdek ishorat beriki, bir narsani yaratish uchun ilib borgan tirishchanlik yoki g'albiga yoki mag'lubiyatga uchraydi. G'alaba ve mag'lubiyat faqat bel bo'lgan odamlarga tabi. Boshqacha aytsak, mablag' solgan millatga tabi. G'albiga yoki mag'lubiyatga tang quchoq ochalgan millatdan ijodiyat kelib chiqadi ekan. Chet eldagi Uyg'urlar cho'ng mablag' solamizmi, o'zining sharoitiga qarab tirishchanlik qilg'ini bo'ladi. Hozir Uyg'urlarning har yerlarda ichilayotgan maktablar, kitobxonalar, Uyg'ur mahallar, Uyg'ur masjidlar, Uyg'ur madaniyat markazlari bo'lsa, o'ziga xos bir muhit yaratish uchun mablag' silishning dastlabki bosqichi deb qarayman. Men mushada Turkiyadagi kütüphane, nimeti o kütüphanenin ismini aşağıda kütüphane demey Kutat Kıbıdık. O ilgisinin ismi Abdülcelil Turanke. Ben aş ademni kütüphanenin ismi ben ilvagandım kartını. Teklimakan Uygur neşriyatı deydi. Teklimakan Uygur neşriyatı. Bu bir kitapxonaga ashni ichiga kirdim. Men aşı odamlarni hozirgi Uyg'urlarning ichidagi eng ulug' odamlar deb hisoblayman. Aşı kitapxonaning ichiga ursanglar, Uyg'urlarning tarixi, Uyg'urlarning madaniyati, yig'isi, kulkisi, chaqchaqlari, sozlari hammasi aşı kitapxonaning ichida. Uyg'urlarning oxirgi mudofaa liniyasi aşı. Aşı kitapxonaning ichiga kirsang, Qashqarning Yetqoqning oldini ko'rman desangiz, Uyg'urning Xitoy bozorini ko'rman desangiz, Urumchidagi Do'nko'rikni ko'rman desangiz, ash kitobxonaga kirib. Agar siz o'zingizni bilimlik deb hisob qilsangiz, ash kitobxona bir aylanib chiqsangiz, qanchalik bilimlikda gadoy ekanligini his qilasiz. O'zingizni bir boy deb hisob qiling, ash kitobxona bir aylanib chiqsangiz, o'zingizni qanchalik gadoy ekanligini his qilasiz. O'zingizni bir martabalik odam hisob qilsangiz, kitapxona bir kirib chiqsa, o'zingizning qanchalik bir kamtar odam bo'lishga intilganligingizni bilasiz. Shu kitapxona bor, Uyg'urlar yo'qolmaydi. Shuning uchun men mushu kitapxonani ochgan odamlar Uyg'urlarning ichidagi eng ulug' odamlar deb hisoblayman. Ota Amerikaning biri bo'lgan Benjamin Franklin shunday degan: "Menga deb bergan narsang yodimdan chiqib ketadi. Menga o'rgatgan narsang yodimda qoladi. Qilayotgan ishingga meni qo'shib olsang, men o'rganalay." Uyg'urlardimi yuqorida so'zlab o'tgan har xil faoliyatlarga qatnashgan odamlar soni ko'paygan sari har xil talantli odamlar yetishib chiqadi. Chiqyapti amaliyotda. Ijodiyat qiziqarligini tarbiyalaydigan oilalarning kam bo'lishi va Uyg'urlarga xos jamiyat laboratoriyaning bo'lmasligi, puldan ijodiyat muhim degan hukm Uyg'ur falsafasiga aylanmaganligi va oldi bilan Uyg'ur onalarini bilimli qilib tarbiyalamaslik Uyg'urlarning 3-eziqishi. Ezitquni bizning ustimizdan qozongan 3-g'albisi. Ve
Төртінші, біз балаларымызға мәнтіқнылар үгітіп қалмай, оларның қияс қылыш iqtidarını ve sual soraş hevesligini östürüşümüz gerek. İnsanlarda icadiyet, kıyas kılıştın ve sual soraştın kilip çıkan. Mantık adamını bir yerden yana bir yerge, A orundan B orunga yetekleydi. Fakat kıyas adamını her bir yerge, okyanın tigiden koyaşkıca bizning yıldız sistemden çeksiz alemgice apıralaydı. Uyg'urlarda ko'ngil hammaga opirdi degan gapning ma'nosi mushundan iborat. Steven Jobs ma'u qo'l to'lqinni ijod qilgan odam olma to'lqinni o'ylaydi ekan, men butun dunyoni mushtaq haqning qo'lga silib bersam deb xiyol suribdi. Shu butun dunyo uning bilan olma to'lqinni qildi. Hozir butun dunyoni bizning chang'ilmizga silib berdi. Elon Musk Amerikadagi dongliq bir kashfiyot tavakkülchi. Elon Musk'a şəxsilərini boşluğa açıqını qiyas qılıb, aləm boşluğu izdiniş şirketi SpaceX deyilini qurub çıxdı və şəxsilərini boşluğa açıqdı. Onun nefitdən başqa energiyanı xiyal qılıb, aşını qiyas qılıb, başqa energiya izdinib, batarya və tok bilan mağıdığan maşinini işləb çıxardı. Tesla deyildi. Hazır həmin yerlər şunu işləb atıdı. Yakında o yanı bir nimini kıyas kılıyordu. Oradaydı Mars, yıldızca kızıl yıldız. Oturca temperatürü 60 cc gradus iken. Elon Musk'ın deydi o deydi. Elon Musk'a üyege birenekimin yadro kural bilen Musk'a hücum kılışını planlaydı. Bunun arkalı kapsılıp kalgan karbon tut oksitini atmosfere koyup verip bu kızıl planetini canlılıklar oturaklaşışka bulduğun planetine aylandırıştı. O aşını xiyal kıldı. Dünyada en dağlık balla atarla oynayılan bağıcı var. Birisinin dilini, makaniya dilini dünyası değil. O dilini diye aşık bağıcının kurga adam. Dilini, onun adamın ismi Walter Disney. O adam, onun ki bizden Los Angeles'ta Griffith Park deydiğen bir tağının çokusu var. Biz daim çıkmaz, üyeye çıksanlar yıldızlarını görsüler, hem yıldızlarını. Adam ki yanı bir nesle küçük balla oturup bunda bakacağımda pekraydıgan nesle var, atlağı benim. Onu İngilizce'de merry-go-round deydi. Ben bu şimdi Walter Disney bu adam kızını Amerika'nın Los Angeles şehrindeki yıldızlarını gördüğün Griffith Park bağışçığa degan bağıcı yerge aparganda bizde ilak pekraydıgan go-around'a düşürdü ekan. Kızının aşı merry-go-round degan pekraydıgan narsaya düşüp hoşal bulup ketkinini körüp aşağıda şundaq o'ylaydi ekan o. Vah, ata-ana ve balalar tang oynaydigan rivayet, sırlıq hikoyalar, fantaziya ve kelgüsini tasvirlaydigan bir çoğun bağıcını qiyas qildi ekan. Aşındaq bir bağıcı olsa qanchalik yaxshi bo'ldi deb. Bu qiyasqa andin bu harakat qilib dunyoga mashhur bo'lgan Disneyland, Disney makani va Disney World, Disney dunyosi degan bağıcını barliq akildi. Har qandaq bir Uyg'ur balalarınla imkon bo'lsa bu ikki bağıcıga apiringlar, bu balalarınlarning kengki taraqqiyot qilishida xeyli cho'ng yaxshi rol o'ynaydi. Olma shoxdan uzilsa yerga tushadiganligini olma shoxdan uzilsa yerga tushadiganligini inson tarixida mavjud bo'lgandan tortib hamma odam ko'rib kelgan. Hammamiz ko'rgan olmaning uzilsa yerga tushadigan. Faqat Newton ko'rganda olma uzilsa nima uchun yerga tushadi degan savolni qo'ygan va universal tortish kuchi formulani kashf qilgan. Men bu formulani oldingi ular yo'qolib ketdi doktorda. Men u formulani tafsil tushunadigan har qanday yulduzlarning ig'irligini qanday hisoblaydiganlar to'g'riliq men tafsili so'zlagan. Hozir zaman fizikadagi ikki turkning biri bo'lgan nisbiy nazariyani taraqqiy qilgan Albert Einstein shundoq degan. Qiyos bilimdan muhim. Chunki bilim chekli. Qiyos butun dunyoni o'z ichiga oladi. Taraqqiy qilishni qo'zg'aydi. Tadrijiy taraqqiyotni paydo qiladi. Biz bolalarimizning o'y xiyollarini
ijodiyatlar avam bo'lmaydi degan yerga qadam tashlagan, har qanday cheklamalardan bosib o'tgan sinoqlar, bosib o'tib sinoq qilgan odamlarga tabi. Biz bolalarimizni buni qilsang bo'lmaydi, uni qilsang yomon bo'ldi deb cheklashimiz Uyg'urlarning 4-eziqishi. Eziqini bizning ustimizdan qozongan 4-g'alabasi. 5-chi, muarritning maqsadi biz o'zimizni ko'radigan aynakni butun dunyoga ko'radigan derazaga aylantirish kerak. Bu siz men qanday kelib qoldi desangiz, men Amerika HP'da masalan dunyodagi barliq yumshoq detallarning qattiq detalsini yasaydigan HP Hewlett Packard deydigan şirket var. Şu şirket kirsangiz, yoğun ishkini ostingizda ashada bir ikki odam bor, bir yo'q rasm bor. Bu rasmni qanday desanglar, ikki odam mushtaq ilqi garajning rasmini mushtaq olsa butun koinot ko'rinadi. Bu ikki odam mushu shirkatni qurgan odam, bular kelib garajdan bir oddiy batareyani yasash uchun hozir butun dunyodagi cho'ng kompyuter har qanday narsani qattiq asboblarni yasaydigan eng cho'ng shirkatga milliard dollar shirkatga aylantirgan bu odam. Bu derazaning shundan qarab men gap keldim. Bu derazaning yeniga kelishning uddi va eng oson yo'li bo'lsa kitob o'qish. Kitob o'qish to'g'riliq Yusuf Xos Hoji Qutog'i bilikda shunday degan. Buni Qutog'i bilikning 11-betini olsanglar mushu bor, men gap bor. Kimisi kitobni o'zining qilib, yo'shirgan xazina ichiga qo'yib, kitobni tushungan biluvlar uni o'qib yozsalar, u bilolmas muni. Biror yo'l yo'riq bu kitob so'zlari, har ikki jahonda o'zar ishlari. Kitap qadrini hem bilimlik bilur, aqlsiz kishidan bo'lak na kelur. Nechunki bilimiz bilmez qadrini, aqlli o'quban ko'zitar uni. Biz bolalarımızga ulug' kitoblarni tunishtiribla qolmay, kitob o'qiydigan havasini tarbiyalashimiz kerak. Biz bolalarımızga mushunda havasini tarbiyalab chiqqanda, bolalarimiz bilim bolalarimizni qo'g'lab yurmaydi, balki bolalarimiz bilimni qo'g'laydi. Biz bolalarımızga her kuni bir tema ustida ders bera olamiz. Lekin biz o'rganishga bo'lgan havasini qo'zg'alsak, bolalarni bir ömür o'rganadigan avlod qilib tarbiyalaymiz. Doktor Qahar Barat dunyodagi eng mazmuni to'liq va eng mukammal bo'lgan 300 kitobdan o kitobning tizimligini chiqargan har bir Uyg'ur oz deganda bu kitobning yuzini o'qish degan talabni o'ttirga qo'ygan. Buni Qahar Baratning bunda qo'yishi chunki bu 300 kitob bütün elgaklarning tasqash va tanlashlaridan o'tib, dünya bo'yicha mazmun jihatda eng mukammal va insonlarning madaniyat saviyasini ko'tarishda eng cho'ng rol o'ynaydi. Lekin biz Uyg'urlarda kitob o'qish havas yo'q desak bo'ladi. Bir necha misolni ko'rsatib baqaylik. Mushu Qutog'i bilik 84-yili besilganda 10,000 dona besilibdi ekan. 80-yil hozirgacha shu 10,000 dona setilib bo'lmadi. Yana bir misol, men Uyg'ur xalqining ichida eng donliq shoirning biri bo'lgan Muhammadjon Rashidinning 2011-yili nashr qilgan kitobi aran 4,000 kopiyani rad qildi. Ben 2013-yili borganda G'ulja va Urumchiga kitobxonlarda texi bor ekan. Yani adam Nabijon Tursun Uyg'ur umumiy tarixini qildi, uni qanchalik odam oldi? Men so'rab baqsam 500 dak odam oldi deyman. Uni og'alarning ichida o'qiganlari qanchalik? Men 7-8 tomdan o'qidim hozirgacha. Biz bolalarimizni kitob o'qish havasini kichigidan boshlab tarbiyalashimiz bakmo zarur. Kitap o'qish kundilik turmushiga aylanmagan millatdan ijodiyat chiqmaydi. Kitap bo'lsa, kitap o'qishni yoqtirmaydigan odamning qo'lida bir jabduq, uyga tizib qo'ydigan bir sunnat buyumlari, hayot bilan munosabati yo'q bir modda.
Kitap o'qishdan iborat bu ruhiy dars kishilarga yoshurun tarbiya berib, kishilarni pul, moddiy, sirtning go'zalligi qatorliq urfa odatning tashnoligidan qutuldirib, ondan bir xil mavjudlikni paydo qiladi. Kitap o'qish kundalik turmushimizga aylanmaganlik Uyg'urlarning 5-iylik. İyilutquni bizning ustimizdan qozongan 5-g'albisi. Altıncı, biz bolalarimizni tarbiyalaganda ularning mingisini har xil uchurlar bilan to'ldirishga intilmay, balki insonning moturi bo'lgan mingisini o't oldirishga tirishimiz kerak. Bularga ajdodlarning qoldirgan bilim tajribasini o'rgatibla qolmay, balki yangi ishlarni qila oladigan va yangi narsani yarata oladigan iqtidorni va qobiliyatni tarbiyalash kerak. Biz bolalarimizga uni qilma degan cheklimini ol deyishimiz kerak. Ol deyishimiz kerak. Ularning xatolik o'tkazishidan qo'rqmasligimiz kerak. Ularning xatolik o'tkazishiga yo'l qo'yishimiz kerak. Ularga o'zimiz o'tkazgan xatoliklarimizni aniq etish kerak. Ularni cho'nglarning, hatto onasining taklifini va mas'uliyatini to'g'ri ko'rmaganda ikkilanmay yo'q deb rad qilish psixologiyasini tarbiyalab chiqishimiz kerak. Bolalarni oldidagi odamning kimligiga qarab emas, balki o'zining intilishiga va nishoniga qarab qaror chiqarish tarbiyasini yaxshi qilmaganligimiz Uyg'urlarning 6-iylik. İyilutquni bizning ustimizdan qozongan 6-g'albisi. Ma'rifni yoki ta'lim tarbiyani din e'tiqod qilib cho'qingan odamda hech qanday bir unumli natija chiqmaydi. Ma'rifni yoki ta'lim tarbiyani din e'tiqod qilib cho'qingan odam hech qanday bir unumli natijaga erishamaydi va insoniyatga yangilik yaratolmaydi. Faqat yaxshi jon boqadigan normal odam bo'lib yetishib chiqadi. O'zi ilayotgan har bir ta'lim tarbiyaga savol qo'ygan, qo'shilmaslikqa intilgan, uni og'dirib tashlashga tirishgan odam yangilik ijod qila oladi. İtaliya astronom Galileo kun yer sharini markaz qilib aylandi degan nazariyani rad qilib, o'zi ijod qilgan durbun bilan Yupiter, Saturn, Venuslarni kuzatish orqali yer shar kunni markaz qilib aylandi degan qiyosni isbotlab chiqqan. Sobiq Avstraliya bosh ministri Shimon Peres boshlang'ich maktabdagi vaqtda har kuni uyga qaytganda opsi ikkita savolni so'raydi. Men bu odamning aslimizda olgan misol bu. Birinchi opsi shuni so'raydi. Bugun maktabda o'qituvchi javob bera olmaydigan bir savol so'rdingmi? Ikkinchi, bugun o'qituvchi va saboqdoshlarga cho'nqur ta'sir qoldiradigan bir ishni qildingmi? Odatda Uyg'urlar bolalarga to'liq so'raydigan savolimiz o'qituvchining gapini yaxshi anglayotgansiz. Albert Einstein 1915-yili umumiy nisbiy nazariyani o'ttirga qo'yish orqali Newtonning 1687-yildan tortib 300 yil o'rtoqlashgan universal tortish kuch nazariyasini og'dirib tashladi. Canlıq sual qo'yish bir masalani qanday o'rganishni o'rgatadi. Hech kim sizning bu savollarga javob berish uchun intilgan jasoratingizni to'sanmaydi. Bu savol sizning to'xtamay kitoblarni o'qishingizga turtki kuch bo'ladi. O'qirman avlodlari yetishib chiqqan millatdan yaramliq yozuvchilar va har soatga olimlar yetishib chiqadi ekan. O'qirman avlodlari yetishib chiqqan millatdan yaramliq yozuvchilar va har soatga olimlar yetishib chiqadi ekan. Shuning uchun bizning ma'rifimiz savol qo'yib o'rganadigan o'quvchilarni yetishtirishimiz kerak.
Ayıldımı. Her yerlerde içilayotgan Uyg'ur maktablar to'xtamas savol qo'yishni Uyg'ur madaniyatiga aktiv bilan akirish kerak. Ota-onalar bolalarning to'la savol qo'yishdan bezor bo'lmay, ularning savol qo'yishni ilhomlantirish va ruhlantirish kerak. Hech qanday o'xshamagan ovoz bo'lmagan muhitda kishilarning mustaqil fikr yurgizish iqtidori tadrijiy chekinib ketadi. Uzun muddat yakka monopol qilingan ovozning singdirilishi bilan hukmronliklarning ideyasi kul xalqning ideyasiga aylandi. Hukmronliklarning nishoni barliq qurollarning nishoni bo'lib qoladi. Bu hodisa siyosatla qolmay ilm-fan, qonun, tarix, adabiyot qatorliq barliq manviy sohalarga kengayib ketadi. Savol qo'yib tarbiyalanmagan millat qo'yda naga boshlasa shu yoqqa mangdigan millatga aylandi. Sabit domlalarni tutib mangsa bir odam oldiga chiqib bizning raisni naga va nima uchun ilib mangding deb so'ramagan. 11 bitimni ko'tarib kelsa, yaxshi bitimkan deb qabul qilib, hamma vakillar chovoq chalgan. O'z taqdirini o'zi belgilash bilan mustaqillikning o'rnini to'ldirsa, bu so'zning kelib chiqish manbasini tekshirmay kendidan yugurib ketayotgan oz emas. Odamlar oz emas. Biz bolalarimizga savol qo'yishga xumor qilib tarbiyalashimiz kerak. Bolalarimizni savol qo'yishga xumor qilib tarbiyalashimiz kerak. Amerikalılar bir gap var, nadan savol yo'q. Har qanday savol nadan emas deydi. No stupid question. Balalar bizning nervimizga tegilgan savol qo'ysa, ularni otqochilik qilyotidi deb xafa bo'lmay, ularning har qancha oddiy savollarga astoydil javob berishni o'rganishimiz kerak. Har bir ulug' ijodiyat to'xtamay so'rgan savollarning natijasi. Har bir ulug' ijodiyat to'xtamay so'rgan savollarning natijasi. Savol-javob muhiti yaxshi yetishtirmaganlik, to'xtamay savol qo'ymaslik Uyg'urlarning 7-chi ezilishi. Eziltquning bizning ustimizdan qozongan 7-chi g'alabasi. Takdir, biz bolalarimizning yoshirin kuchlarini, yoshirin aql zehnini, yoshirin iqtidorini erkin qilish va yetib yetish orqali ularni bu rang-murang dunyoda ishonchlik yasha oladigan qila oladi. Ishonchlik cho'ng bo'lgan bolalar ijodiyat qilishga intiladi. Mutaxassislarning aytishicha, insonlarning mingisining taraqqiy qilishi 5 yoshdan boshlaydi. Shuning uchun biz bolalarimizni kichik vaqtida tarbiyalamasak, ular ratsiz va buzilgan holda cho'ng bo'ladi. Esimizdan chiqib ketmasin, esimizdan chiqib ketmasligi kerak. Bir yaramli va sog'lom bolani tarbiyalab yetishtirib chiqish. Bir yaramli va sog'lom bolani tarbiyalab yetishtirib chiqish bir zaxmlangan va buzilgan cho'ng odamni tarbiya berib o'zgartirishdan ming aslo oson. Biz bolalarimizni Uyg'ur madaniyati bilan tarbiyalasak, jamiyatga nurg'un nachar axloqlardan saqlab qolamiz. Adilaydagi Uyg'ur maktabma Virginiyada Suriya qilayotgan maktablarda bolalarimizni Uyg'ur madaniyati bilan tarbiyalash muhitini yaratib beribdi. Bu bolalarning Uyg'ur yezigini o'rganish ishonchisini tarbiyalab chiqib ketalsa, bu bolalar har qanday ish qilishda o'ziga ishonadigan bo'lib yetishib chiqadi. Faqat bolalarni qo'rqmay ish qilish ishonchisini tiklaganda ularni ijodiyat urug'liq, tiklaganda ularni ijodiyat urug'liq odam qilib chiqa olamiz. Bolalarni o'ziga ishonchli tarbiyalab cho'ng bolalarni o'ziga ishonchli tarbiyalab cho'ng qilmaslik, ularning beshiga yugun, ustiga tushak silib qo'yishimiz Uyg'urlarning 8-chi ezilishi. Eziltquning bizning ustimizdan qozongan 8-chi g'alabasi. To'qqizinchi, g'arb ma'rifining tadqiqoti shuni yakunlab chiqdiki, bolalar bilan birga kitob o'qish,
Bu da İngilizce bedtime story'laydı. Balları, küçük balları yatkanda ata-analары yenekке kitap okup berdi. Biz hozir nevirlar shuni qilyapmiz. Balalar bilan birga ünlü kitap okuş, balalarning bilim ve maharetini yetiştirip çıkışta en mühim ve zörü rol oynaydigan birden bir faaliyet. Bunun neticesi balalar çoğun bolganda bu dünya talep kıladigan kitaplarını okuşni öğrenidi. Biz balalarimizni ayıplashni azaytib, ularning qilgan ishlarini tasdiq qilishni öğrenishimiz kerak. Qilgan ishi tasdiqqa erishib turgan bala öz aldığa yaşashni öğrenidi ve her qanday ishni qilganda ishonchi to'liq bo'ldi. Bizde balalar bilan ünlü kitap okuş medeniyet yok. Bu Uygurlarning 9. eziqisi. Ezot bunun bizning ustimizdan qozongan 9. g'albisi. 10. Men balalarimning başlangıç mektep devirden yazgan maqallalarının balalarimning başlangıç mektep devrida yazgan maqalları da hissiyatni aralashtirmay maqal yozishni o'rgatadiganligini bayqadim. Amerika'nın başlangıç mekteplerinde balalarga tepşiruq qilib berilgan maqal mushu 5 narsni asas qildi. Qachon, when, qayerda, where, nima, what, kim, who, nima uchun, why. Bu when, where, what, who, why. Bularning ichida eng muhimi nima uchunki, why. Balalar bu 5 zörür amillarni merkezleş Balalar bu 5 zörür amillarni merkezleştirip maqal yazg'izib tarbiyalash orqali yazmoqchi bo'lgan narsaning vaqti, o'rinni, nimaligini, voqeani, egisini ve sebebini aniq yozib chiqa oladigan iqtidorini ve hissiyotni almashtirmay, sovuq qon bilan aql tafakkur qilish qobiliyatini o'stirdi. Amerika'daki balalar başlangıç mektebini tutturganda faktni asas qilib haqiqiy ahvolni yozadigan axloq fazilatning ul asosini silib oldi. Buğa qon bilan bir masalani tahlil ve tadqiq qilmagan millatdan ijodiyat chiqmaydi. Soğuq qon bilan bir masalani tahlil ve tadqiq qilmagan millatdan ijodiyat chiqmaydi. Biz Xitoy mustamligida yasliden tartib oliy maktabni puturguncha tamamen yolg'on ifodalar bilan maqol yozib cho'ng bo'lamiz. Xitoy mustamligida biz kichigimizdan ta o'lguncha tamamen yolg'on gazet, yolg'on xabar, yolg'on darslik, yolg'on va'da, yolg'on so'z qatorliq yasalgan yolg'on muhitda cho'ng bo'lamiz. Bu yolg'onchilik zahiri Uyg'urlarni cho'nqur sinib ketdi. Hatta chet eldagi Uyg'urlarni bu yolg'onchilik chechirab turdi. Masalan, bu menga hayotimga bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Dunyo Uyg'urning raisi Dolqin Aysa o'zini yolg'ondan o'quvchilar harakatining yetakchisi deb bayon qilishdi. Bu menga bek ta'sir ko'rsatdi. Burun men uqmay, rasmiy Dolqin Aysa yasatdi deb men maqollalarimda buni dunyo Uyg'ur o'quvchilar harakatining yetakchisi deb men yetmenki. Hozir bu emasga hammaning oshkor bo'ldi. Dünya bunu emas, dünya Uyg'ur hay'atlarimi bu yolg'onchilikni har xil ranglar bilan zinnatlashdi, so'zlagan so'zlarda yolg'onchilik itilib chiqib turdi. Uyg'ur balalarga sovuq qon bilan faktni asos qilib maqol yoki doklad yozish va so'z qilish tarbiyasini berolmasligimiz Uyg'urlardagi 10. eziqish. Ezotquning bizning ustimizdan qozongan 10. g'alabasi. 11. Amerika'da o'ttira maktabga chiqqanda o'quvchi tanqidiy maqol, inglizchada critical writing yozishga boshlaydi ekan. Tanqidiy maqol bo'lsa, o'xshamagan manbalardan ilingan uchurlarni, aniq dalillik isbotlarni va misollarni asos qilib, o'zining ko'z qarshini o'ttirga qo'yish yoki logikalik yakun chiqarish. Buni tanqidiy maqol deydi. Men Amerikada matematik o'qish jarayonida how to write, yana maqolni qanday yozish kerak degan bir darsni o'zim qo'shimcha anglagan. Bu mening yozishimga foydasi bo'ldi. Bunda tarbiyalangan bolalar faktni asos qilib, hissiyotni almashtirmay, obyektiv fikr qilishni yetishtirib chiqadi ekan. Bunda odat, iqtidor va axloq fazilatni kichik vaqtidan tarbiyalab chiqish kerak ekan.
Bundaq tərbiylənən yaşlar hər qandaq nərsəyə tənqid bilan qaralaydigan ona nəzəriyyələrini ağdırıb yeni nəzəriyyəni çikləb çıxalaydı. Toğrularki Uyğurlarning yazmalarına qarasak, hissiyatqa tayinib yazgan nərslər asasən ko'p sonni egallaydi. Yaman hissiyat maqal. Bundaq yazmalardan bir haqiqatni tepib chiqish mumkin emas. Bundaq hissiyat bilan yozgan maqollardan bir haqiqatni tepib chiqolmaydi. Bolalarni tanqidchan odam qilib tarbiyalamashligimiz Uyg'urlarning 11-eziqish. Ezit buni bizning ustimizdan qozongan 11-g'albis. Dünyada eng dangliq bo'lgan universitetning biri bo'lgan Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Stanford universitetining psixologiya professori Carol Dweck bolalarning tafakkur tipini ikkiga ayirgan. Yana turaqliq tafakkur va o'stirish tafakkur degan ikki tipga ayirgan. İngilizcede bunu birini fixed mindset deydi. Onu turaqliq tafakkur deb tarjim qildi. Yan birisi growth mindset deydi. Onu nim deb tarjim qilsam bular men sizlar İngilizce Uyg'urcha adabiyot yaxshilar ashni bir so'z tepinglar men hozirgacha o'stirish tafakkur dedim. Jonliq deb baqsam bo'lmaydi, yetishtirish deb baqsam qamlashmaydi ekan, ilgari surish deb baqsam qamlashmaydi ekan. Shuning uchun men hozircha o'stirish tafakkur dedim. Men Uyg'ur adabiyoti qushliq bolalar mushting bir yaxshi gap topa olsanglar tepinglar. Buni hozir qadar jonliq tafakkur degan shaklda umumlashtirayotganligi ma'lum, men dal tushdimi bilmayman. Canlıq deyirsiniz bu, bu faqat ilgir sürgəni deyildi. Canlıq degan məsələn hər yoqqa midirganlar həmmisi canlıq bo'ladi. Men shuni o'ylashdim. Ham yani canlıq bo'ladi-da, shunga ma'no bilan to'g'ri kelmaydi aniqlim bilan. Okay. Canlıq deysan, chikinsizmi canlıq bo'lsa, ilgirsinchi so'ngga dumbax hammasi canlıq. Shuning uchun yetishtirish deb baqsam tazi qo'lashmaydi. İlgir surish deb baqsam tazi moslashmaydi. Shunga men mishada hozircha o'stirish tafakkur deb oldim. Endi men adabiyot sohasida yaxshi odamlar mushunday bir yaxshi gap tepinglar deb mishaga o'ttirib tashlab qo'ydim. Okay. Carol Dweck'ning kultishicha turaqliq va o'stirish tafakkur tipidagi bolalar mundaq 7 farqi bor. Bu bir kitob. Har birisi bir bob. Men bu yerda har bir bobni menda bir 15-20 qo'rliq menda paragraf qilib qisqa omnibot tilda tushuntiryapman. Turaqliq tafakkurda birinchi turaqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar hayotida duch keladigan qiyinchiliklardan o'zini olib chiqishga tirishadi ekan. Qiyinchilikqa yo'liqqanda qo'rqish paydo bo'ladi ekan. Bularning bu xarakteri cho'ng natijalarga erishishning oldini to'rab qo'ydi ekan. O'stirish tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar qiyinchilikqa quchoq ochadi ekan. Bular hayotidagi har bir qiyinchilikqa jang e'lon qiladigan jangchi bo'ladi ekan. Tavakkülçilik ularning ro'yi bo'ldi ekan. Amerikaning ro'yi shu tavakkülçilik. Adventure deydi. Amerikaning ro'yi va ro'yining javri va shu tavakkülçilik. Shuning uchun bolalarimizni bir ishni qilman desa, uning oldini to'rmay, ularning tavakkülçilik qilishiga yo'l qo'yishimiz kerak. Hozir har yerlarda ichilayotgan Uyg'ur maktablar bolalarimizga tavakkülçilikni Uyg'ur madaniyatining bir qismi qilib singdirish kerak. Biz nurg'un ishlarni boshlab qo'yib, uzun o'tmay to'xtab qo'yishimizning sababi bizdagi tavakkülçilikning kam bo'lishi. Hozir Uyg'urlarning hammasi tavakkülçi bo'lib ketdi-ku. Ikkinchi, turaqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar boshqalarning o'ziga qilgan tanqidni anglamaydi ekan. Bunda tanqidlardan o'zini olib qochadi ekan. Tanqid qilganlarga bir xil o'chmanlik paydo bo'ldi. Bu bularning futuq qozong'uvchi bo'lolmasligining asosiy sababi. O'stirish tafakkur cho'ng bo'lgan bolalar boshqalarning o'zining xatoligini ko'rsatib bergan tirishchanligidan suyundi ekan. Ularning ishlarining ilgirlishiga bergan inkosini 100% qabul qildi ekan. Ular boshqalar qilgan tanqid va inkoslardan o'zini to'liqlaydi ekan. To'liqlashga tirishadi ekan. Bu bularning hayotida futuq qozong'uvchi bo'lishining bir muhim sababi. Biz o'zimizni va bolalarimizni tanqidga keng quchoq ochadigan va suyundigan qilib tarbiyalashimiz lozim.
İkinci, turaqlıq təfəkkürdə çoğ bolğan balalar aql və talantının turaqlığına işindikan. Bunu haqiqatda qabul qiladigan va o'zini mushu ramkaning ichiga silib oldigan. Shuning uchun bular ramkadan halqib chiqolmaydi ekan. O'stirish tafakkurida cho'ng bo'lgan bolalar o'zining mahoratini taraqqiy qilishga ishindigan. Ular bu mahoratlarni o'rganadigan va ijod qiladigan. Bular o'zi erishman degan har qanday narsaga erishadiganligiga ko'zi yetadigan, bular o'zi orzu qilgan odam bo'la oladi. To'rtinchi, turaqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar yengilguchilar. Bular qiyinchilikqa duch kelganda osonla bo'ldi qilayotgan ishidan voz kechadi. Bardoshlik qilib oxirga chiqolmaydi. O'stirish tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar o'quvchilar. Bular qilgan ishidan voz kechmaydi. Bular bir nishonni bekitadi va shu nishonga yetish uchun barliq tirishchanligini qiladi. Donald Trump'dan, Amerika'nın aldığın Donald Trump'dan muhbirlar. Donald Trump'a datıdan 10 milyon dolar kaptı. Sen qanday qilib dadan bergen 10 milyonni 10 milyardga aylandıraldığını deb sual berganda, sual so'raganda Donald Trump qilaman degan ishingdan zodi yanma deb javob berdi. Beshinchi, turaqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar boshqalarning qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini ko'rolmaydi. Bu balalar o'ziga ishonchli bo'lmasligi boshqalarning qozongan utuqlariga hasadxo'r qilishiga yetaklaydi. O'stirish tafakkurda cho'ng bo'lgan balalar o'ziga ishonchli mukammal. Shuning uchun boshqalarning muvaffaqiyat qozonishiga yordam qiladi va bu muvaffaqiyatlardan o'ziga ilhom va raqobat yetildirib chiqadi. 6. Turaqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan balalar mag'lubiyatga salbiy qaraydi. Bir qitim mag'lubiyatga uchirgan zaman o'ziga bo'lgan ishonchi vayron bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonchining vayron bo'lishi faqat mag'lubiyatningla chiqarishi salohiyatiga to'ladigan bo'lib cho'ng bo'ladi. O'stirish tafakkur cho'ng bo'lgan balalar mag'lubiyatdan o'rganib o'zini to'liqlaydi va utuqliq kishi bo'la oladi. Masalan, Thomas Edison lampochkani ishlaganda, bir lampochkani qilish uchun 10 ming qatimdan jiq tajriba qilgan. 7. Turaqliq tafakkur cho'ng bo'lgan balalar mukofotni maktabni bitirgan zamonla o'rganishni to'xtatadi. Ular kitob o'qishni to'xtatadi va o'zini davomli to'liqlab mangmaydi. O'stirish tafakkurda cho'ng bo'lgan balalar har kuni yangi narsa o'rganishga tirishadi va o'zining hayotini o'zgartiradigan narsalarni o'rganib turdi. Men misol bo'lganda bir Zero degan qadimki milladiydan burun chiqqan Grek falsafasining bir hikoyasini aytib beray. Bu odam Zero hamda mushu hozir Grek dunyo falsafasining oti buvusi, dastlab qurib chiqqan odam deydi. U odamning o'quvchilari bor ekan. Bir kuni o'quvchilar bilan ketib qolsa, bir o'quvchi bundan so'raydi ekan. Hurmatli ustozim, sizning bilimingizga biz shunchalik qoyil. Har bir qatim sizdan savol so'rsak, siz shunchalik mukammal javob bersiz. Yana nima uchun kecha-kunduz to'xtamay yana bizdan betar kitob o'qiysiz deb so'rsa, biz zo'ri turib ketib va qo'ldagi hastayoqdan yerga bir kichik chambar, uning yoniga yo'g'on bir chambarni sijaydi. Andin deydi, suyimli o'quvchim, ma kichik chambarning ichi bo'lsa, sening bilimingning doirasi. Va cho'ng chambarning ichi bo'lsa, mening bilimimning doirasi. Va kichik chambar, cho'ng chambardan cho'ng bo'lg'achqa mening bilimim, kichik chambarning va cho'ng chambarning yuzi, kichik chambarning yuzidan cho'ng bo'lg'achqa mening bilimim sendan ko'p. Lekin ma cho'ng chambarning aylanma uzunligi kichik chambardan uzun. Va chambarning sirti biz uchun noma'lum dunyo. Cho'ng chambarning aylanma uzunligi kichik chambardan uzun. Shuning uchun mening noma'lum dunyo bilan bo'lgan munosabatim sizlardan ko'p. Ana u mening to'xtamay o'rganish sababim deb javob berdi. Odam o'qigan sari shunchalik nodonligini his qiladi. Katta javob keladi. 8.
Aha kitap. Yettin degan men kitapni 8-si mening ko'z qarashim, kitaplar silishdim. Oldidagi 7 bobni men qisqartib berdim, 8-si men o'zimning ko'z qarashim. Quruqliq tafakkurda cho'ng bo'lgan bolalar yolg'on gap qiladigan yoki yolg'on gapga ishonadigan yoki yolg'on gap qilish muhitini seg'inadigan bo'ldi ekan. Misolan, Xitoyda yoki Xitoy mustamchiligida cho'ng bo'lgan bolalar partiya eng ulug', eng to'g'ri degan tarbiyada cho'ng bo'ladi va butun ishlarni mushini asos qilgan turoqliq tafakkur qiladigan bo'lib cho'ng bo'ladi. Shuning uchun Xitoy millatida yolg'on so'zlaydi va yolg'onchidan boshqa odam chiqmaydi. O'zlarining yolg'on so'zlayotganligini hammasi bilib turib, yana yolg'on so'zlaydi. Xalq bilan hukumat o'rtasida faqat yolg'onchiliklar qildi. Xuddi Rossiyaning ulug' yolg'onchisi deb tanilgan Aleksandr Isayevich Sovet ittifoqi hukumatni shunday tasvirlagan. Bu odamning bu gapi bu Yevropa, dunyo dongliq gapi. Bu vaqtda bir deganman. Bu odam Sovet ittifoqi hukmronligini shu vaqtda bunday tasvirlaydi. Biz ularning yolg'on so'zlayotganligini bilamiz. Ularmi o'zining yolg'on so'zlayotganligini biladi. Ularning yolg'on so'zlayotganligini biladiganligimizni biladi. Bizmi ularning yolg'on so'zlayotganligini biladiganligini bilamiz. Lekin ular yanada yolg'on so'zlashda davomlashadi. Mesela biz Uygurlarımı bak, mesela dünya Uygur koçuna misal alma. Mesela dünya Uygur yalgan sözləvatqanlığını bilimiz. Dünya Uygur özümü yalgan sözləvatqanlığını bilidi, lekin davamlıq yalgan sözlər. Öz təqdirini özü belgiləş. Uygurlar indigenes. Kişilik hukuk bilen müstakil degen bir gap, degen davamlıq yalgan sözlərini bilidi. Bu davamlıq yalgan bu sözünü sözləydi. Nurgun Uygurlar bularning bu yolg'onligini bilib turib yana agishidi va millionlab dollar berib bularning davomli yolg'on so'zlashga iqtisodiy manbasini to'liqlab turdi. O'stirish tafakkur cho'ng bo'lgan bolalar yolg'on so'zlashdan o'zini opqichidi. Chunki bular yengillik yaratishni hayot nishoni qiladi. Yolg'on so'zdan yengillik yaralmaydi. Men xulos so'zimni so'zlab o'tay. Endin sualınla bozuk cevap vereyim. Kafi tuttumsa adamın görsel uygulayışı aldı. Ben aslında kırık sözde bugünkü keşfiyatını sözledim. Keşfiyatını bir konuşturup ötkettim. Kulas sözde de ben alımla sözleşmektim. Kırık sözde, kulas sözde alımlar doğruluk sözleşmektim. Lakin Ramazan'ın aldıda Uygur biz WhatsApp grupsida Amerikadagi 3 lager shohidlarga hujum qilishi va 3 lager shohidning ekronga chiqib bir xil amalsiz va absurd hissiyotda so'zlaganlari zodi asmamdan ketmadi. Shunda qattiq ta'sir ko'rsatdi menga. Ramazon oldida qisqa so'zlab qo'ygan. Lekin men Ramazon bütün kitap yazılan to'g'rilash, Qur'on o'qish bilan bu kitime shosh vaqt gapirmagandim. Lekin bu aslimdan chiqmadi. Shunga men Bugün bu 3 lager şahitinin Uygurlar koşkan tökpisiga bir az to'xtab o'tay. Uygurlar bularni qo'shgan tökpisiga ama Uygurlar hech qilmayotdi. Men oldida sakrab chiqqan artistlar bilan qilyotdi. Men mushlar to'g'riliq so'zlay, sizlar mening mushu so'zim bilan bugun so'zlagan suhbatga so'zim bilan o ikkisining munosabatini ulalamsizlar, sizlar qo'yib boqay. Men bu ayollarningki tökpilarini va Uygurlarga hatto shaxsiylarga yetkazgan faydasından tartışıp biraz sözlep gitken. Bu işkine bulan sözlem resmi bir leksiya bu kitapta demek biraz. Birinci, 2017 yılı Şarkı Türkistan Uyguristan'da Xitay keng ko'lamda lager hazırlap, milyonlagan Uygurlarni lagerga tashlab, qiynab, bosqinchilik qilib, kuydirib, o'ltirib, lager sirtidagi Uygurlarni uylariga Xitoylarni o'rinlashtirib, masjidlarni cheqib, Qur'onlarni kuydirib, har qanday Uygurning kimligidan direkt berdiğin narsalarni urib chiqib Uygurlarni tün yo'qotishni nishon qilgan irqiy qirg'inchilikni boshlagan. Chet eldagi Uygurlar har yerlarda dard-faryod o'qidik, lekin dunyoga isbotlab bera olmadik shu vaqtda biz.
Muşu 3 lager şahidi Mekirgül Tursun, Zumrat Davut ve Tursunay Ziyavuddin Amerika kelip guap bergendin kin endin dünya bununla dikkat kıldı. Dünyanın dikkatini bu irqi qırğınçılığa fokuslandırgan muşu 3 lager bulmağımda aldık dünyanın dikkati bunda bulmadı. İkinci, muşu 3 lager şahidinin guap berişi bulmagan bolsa, Amerika hükümeti Şarkı Türkistan Uyguristandaki qırğınçılıqni irqi qırğınçılıqda bekitmedi. Amerika hükümeti bir yürüş Uygur irqi qırğınçılığa münasebetlik kanunlarını maqullanmadı. Xitayga hazırkıdak jaza tedbirlerini kullanmadı. Muşu 3 lager şahidi Amerika halkını uyg'otish, kanunlarını maqullash ve amallaştırışının dastlabki qo'zg'atish kuchi bo'ldi. İkinci, muşu 3 lager şahidinin guvoh berishi bulmagan bolsa, Amerikadagi ikki partiya birlashib Xitoyga qarshi bir yurish qattiq iqtisodiy va diplomat jazolarni qo'llanmoqda. Ma'lum nuqtada aytganda, Amerikadagi ikki partiyani muşu 3 lager şahidi Xitoyga qarshi turishda birlikka akeldi. Amerikaning Osiyo siyosatiga yo'shurun ta'sir ko'rsatdi. To'rtinchi, muşu 3 lager şahidinin ta'siri Amerika Xitoyga qarshi keskin qarorlarni chiqargan bo'lg'achqa Avstraliya, Kanada va G'arb davlatlari Amerikaga ergishib Xitoyga qarshi birliklab qurdi va Xitoyga qarshi jazolarni yurgizdi. Agar bular bo'lmasa, bu bo'lmasdi. 5. Muşu 3 lager şahit bo'lmagan bo'lsa, BDT'da Uygurlar to'g'riliq suhbatlar echilmoqda. Dunyoning mashhur gazet va jurnallarida yuzlarcha maqolalar yozilmoqda. Nurg'un kitoblar besilmoqda. Har xil hujjatli filmlar ekranga chiqmoqda. 6. Muşu 3 lager şahidi bo'lmagan bo'lsa, Erkin Osiyo radio stansiyasining Uyg'ur bo'limining programmalari hozirgidek kengaytirilmoqda. G'arbning diqqatini qo'zg'amoqda. Erkin Osiyo Radio RFI dikinin Erkin Osiyo radio stansiyasining diki Uyg'urlar sizlarning kiriminglarda muşu 3 lagerning haqqi bor va xizmat natijalaringlarda muşu 3 lagerning to'kisi bor. 5. Muşu 3 lager şahidi bo'lmagan bo'lsa, UHRP Uyg'ur kishilik project Ömer Kanat onun direktörü hozir. UHRP'ning programlari hozirgidek kengaytirilmoqda va bu yerdagi Uyg'ur xizmatchilarining maoshi hozirgidek o'smoqda. Ömer Kanatmi hozirgidek u shahardan bu shaharga uchib yurolmoqda. UHRP'dagi Uyg'urlar va Ömer Kanat sizlarning kiriminglarda muşu 3 lagerning haqqi bor va xizmat natijalaringlarda muşu 3 lagerning to'kisi bor. 8. Muşu 3 lager şahidi bo'lmagan bo'lsa, Dünya Uygur Qurultayining kirimlari hozirgidek ko'p bo'lmoqda va nurg'un faoliyatlarini qilolmoqda. Endi bu faoliyatlarning to'g'risiligi mustaqillikni setish u boshqa masala. Dünya Uygurning raisi Dolqunmi hozirgidek u davlatdan bu davlatga uchib Uyg'ur davosini bir ko'ngil ichish sayohatga aylantirolmoqda. 4. Nuri Turkiy hozir Amerika xalq ara dini erkinlik hükümetinin reisi. Ben reis bo'lganda Nuri Turkiyga alayda telefon qilib tabrikladim. Lekin muşu 3 lager şahidi Amerikaning diqqatini muşu darajada Uyg'urlarga markazlashtirmagan bo'lsa, Nuri Turkiymi hozirgi mansibiga erisholmadi. 10. Rusya Abbasning Campaign for Uyghur aytgan tashkiloti bor. Indining pulga erisholmadi va hozirgidek keng jo'g'rafiya faoliyat qilolmadi. Bular endi bu ishchiga bulardan kelgan yordam asosiyatdan yo'q deysan bular. Bu ishchiga asos yordam qilayotgan Uyg'ur Amerika birlashmasi, Ilfidar jiq yordam qildi bularga. Bu ishchiga boshqa bular yordam qildigani yo'q. Shunga men bular Ilfidar yordam Uyg'ur Amerika birlashmasi biroz bularning ihtiyojiga chiqdi, lekin Uyg'ur birlashtirilmasimi bularni ranjitgan yerlari bor. Qolganlaringlar mushularga yordam qildinglarmi? Uyg'ur Amerika birlashmasidan boshqasini mayqa baytman degan hammasi erkin. Mushularga
men UI Project, Erkin Asiya, Diyoki, Rusya'nın təşkilatı həmmisini dəvatını. Qalğınınlar, muşularga yardım qıldınlar mı? Cançığınlarga dollar kirgende, dünyanı piqirab sayahat qılğanda, yığınlarga qatnaşqanda, ziyafetlerde özürlengende, siyasetçiler bile resim uçup torlarga çıkarganda, muşu 3 lager şahitlerini əsledinlar mı? Yılda ayda bularning oldiga kelib bizning kirmimizda hozir kechirayotgan yaxshi turmushimizda sizlarning haqqinglar bor deb oz-to'la yordam qildinglarmi? Biror qitim bularni oshxonaga akirib mehmon qildinglarmi? Mushlarning ahvolini so'rashni maqsad qilib telefon qilib baqdinglarmi? Mushlarga sizlarga nima kerak deb hol so'rdinglarmi? Muşlarning qadriga yetdinglarmi? Yoki bularni faqat o'zinglarning manfaati uchun foydalanadigan bir vaqtlik vosita deb o'ylamsizlar? Bütün dünyadagi Uyg'urlar shuni bilib qolinglar. Hozirgi Uyg'urlarning Amerika xalqining Sovetni dastlabda qo'zg'algan mush uchi. Shuning bilan har qanday Uyg'urlar bularni shuning bilan anlab qo'yinglar. Har qanday ular bularning yiniga borganda faqat bularning ahvolini so'rashga beringlar. Bularga yilqidek ayyiblab, düngashlab, tillashga bormanglar. Bularni qadrlanglar. Bu qahramonlar Uyg'ur ayollarga, bu qahramon Uyg'ur ayollarga hurmatinglarni bildirishga beringlar bularni oldiga. Bularga popuza qilmanglar. Ben şunun bilen bugungi suhbatim mishada so'zlab buldum, savol bo'lsin. Javob beray, bo'lmasa nimkisi bo'ladi. Alloh rahmat. Men şu 11 izit qilganlar slayd tayyorligini tayyorlash bo'lgan aralaqda hayajonlandim sizningki o qurlarni to'ldirish yoki yezish jarayonida qanday hissiyotlarni boshdan kechirganligingizni taxmin qildim hatta. Eng ichinishli bizning o'sha shaxsdan tortib toplum kolluk tuttirilishi bo'lgan aralaqda hammalarning zaifligidan bo'lishi kerak, ojizligidan. Başdan ayak aşağı qilib dolimizga urdigan, bizim beşimizni siylaydigan, bizni maqtaydigan, aşındaq etrafımızda aşındaq adamlar bilan to'ldiribdik-da. Sal tanqid qilsa yoki ma aynak shaklda bir ko'z yuzdagi qora ekan, ma do'stim diqqat qil degandek samimiylik bilan haqiqatni yoki amaliyotni aniq degan, yuz xotir qilmagan insonlarni yomon ko'rdigan müştak bir tabiat bilan odatlanib ketib qoldik, o'zimizga bilib bilmay. Hammadan qarab boqsaq bo'ldi o'zimizning kelimasiga, aloqa doirasiga. Ajda bo'g'anlik uchun podshoning yalang'och kiyimi degandek o'sha holat shakllanadi. Endi hozir qadar siz hamda har qitimli programmada to'xtamay dunyo ruhiyati haqida ba'zan fikrlarni qo'shib qo'ysiz. Shuningdan rahatsız bo'lgan insonlarmi bor. Şunu ajda qilmaymi degani bo'lmamdi degan shaklda. Undan boshqa boshini deyish bilan shu xil ularga bir tarbiyat yoki bir tuzitish xarakterdagi bir natijaga erishib bo'lmayotganligi bir haqiqat. Amaliyot. Sizning bu vaqtda izchil izlanishlaringizning hammasida boshdan oyoq shu ba'zan ismlar ustida turshida ilashtirilib qo'yilgan, Uyg'urchada tanqidiy nazariya bilan fikr qilish. Bu davom qilyotdi. Maqsadingizni yana bir qatam anglab olsak bo'ladimi? Shunday qilishingiz maqsad. Shaxsiy bir xo'sh. Ya men dedim, meni hech kim bilan shaxsiy ziddiyatim yo'q. Endi yuktikdan bo'ldi, bir do'lqin hisobla bo'ldi. U chunki ekranga chiqib meni ayolimga hujum qildi. Har qanday o'zining ayoli hujum qilgan odamni har qanday bir o'g'il bola kechirishga bo'lmaydi. Tekici o tekma ekran apoqol şunu için onu keçirmeymen. Bo'lmasa meni hech qanday odamda shaxsiy ziddiyatim yo'q. Men har qanday bir odamni yaqin do'stim deb uningga yaxshi gap qilmayman. Men bu ekranga men bir obzorchi, tanqidiy parang qilaman.
Men mi dep qo'ydim, dastlab so'zganda, sen Uyg'urlarninki chavusini chachsanki deydi. Men dedim, men Uyg'urlarning chavusini keng ash maydonga chechib uchun qalam oldim dedim. Men chavusini chachiman. Tanqidiy parang yozaman. Bir odamni masalanga men sizga fikrim bo'lsa, voy mavi Ahmadga fikr qilmaychi demayman. Fikr qilaveraman. Shuning uchun Gay to'g'ri WhatsApp guruhlar yili meni chiqarib yetdi, yili meni akirib oldi. Nim qildi. Bu Uyg'urlar cho'qim tanqidiy parang qilishni o'rganish kerak. Men shu vaqtga Uyg'urlarni shu jihatda biroz kuchaytirishga tirishman. Bu sizniki shu yumshoq detal. Normalda qilayotgan asli kasbingiz bu yumshoq detaldagi qusur izlash, ya'ni softverlardagi yo'chuqni tepish emasmi? Acaba o'zingizning kasbidan, shu kasbingizdan ijtimoiy qalam tartishingizga ta'sir qilganmi, qandaq? Ta'siri bor. Undan keyin biz o'zimning asli kasbim matematika. Matematikada counter example deydi. Har qanday nazariyani og'dirish uchun misol izladi. Misol siz har qancha shu nazariyani qarshi bir misol qilsa, matematikada o nazariyani og'dirib o'tding bu. Ondan keyin men bu asli bu Uyg'urcha bir nima yozaman deb xiyolimim kirmagan. Men dasli yaslidan oliy maktabgacha Uyg'urcha nima Xitoycha o'qiganman. Mening bir yezishimga dastlabda sababchi bo'lib qolgan rahmatlik oblikim baqi. Men dastlab bir 2 betlik bir maqolni yozsam, bu vaqtida o bilan uyni ishlatadigan, naga ini ishlatadiganlarni uqmayman. Uqmayman-da. Ursam oblikim baqa bilan shunda mundaq bir telefonda ko'rgan tanishim bor, yaqin aralashib boqmagan. O Erkin radio stansiyasining tahrir vaqti atman telefon qildi. Mavlan senin maqalını okudum, sen matematikada okuyan sebebini okumadım, senin üzerine alaydan bir köz karşı bakı, alaydılığın yazışında bir alaydılık bakı, sen yazgı, ben kançak olsa yardım kılmen dedi. Şunundan tat ben bir 2 yıl için ağırıp getdim, her kandak bir vaxtıda birini sorsam, çokum serinmey cevap verdi. Onun ki sizin Uygurca yazışında yardım buldu, bana da 20 parçada Uygurcha maqal avtibad. Mush maqallarni tafsil o'qisang, Uygurcha yillik 101% nim bo'ldi dedi. Har birini necha qitimda o'qib chiqdim. Shu vaqtida shu menga mush yillik Uygurcha yilishimga intayin cho'ng 2 yilgacha har qanday vaqtda birini yozsam, mayli uzun bo'lsin, qisqa bo'lsin, o'ldirmay qip-qizil bir-birlab telefon urib, vaqtda 1 soat, 2 soat vaqt chiqarib, menga shu Uygurcha yilishni o'rgatdi-da. Yani onundan keyin men yana bir qattiq ta'sir qilgan, men Amerikada bir avval bir cho'ng shirkat ishladim, bankina shirkati, ular shu bankini shu shirkat ishlatganda biz oltimiz endi mushundaq shu shirkat ishlagan yumshoq detalni buzish bizning vazifamiz. Chunki o shirkatlar bir yumshoq detalni qilib avval ichida buzdi. Microsoft'mi shu, Microsoft'da Black Team degan bir qor atraf bor. Ularning qildig'ini faqat buzg'unchilik. O'zining idorasi. Chunki bu shirkat o'qidi, agar o'zining ichidagi tanqidga chidamasa, bu bardosh beramasa, bozor chiqqanda 2 kunlik bayram bo'lib ketadi. Chunki men shu shirkat kirganda bir bizningki shu vaqtdagi direktor bir loyihasini, bir yangi loyihani akaptikan. Akagan ki biz burun ideya bo'yicha men bu loyihani o'qib chiqib, men bunga loyiha yezib, bu loyihani nayt yaxshi o'tib yezib chiqarsam, u meni chaqirtib, menga shunda qattiq xaplab ketdi. Hey, men-chi sana bozor haqidan 20% ortiq maash berdim dedi. Men meni maqtusun deb maash bermadim. Men mening yozgan nimamdagi kamchilikni top deb baqdim. Meni tanqid uchun seni maaş veriyorum 20% yukarı verdim sana benim üçün verdim seni meni maqtusun deb baqib bermedim. Deb shunda qattiq ta'sir shuncha ko'rsatganda bular realistik dunyoni Uyg'urlarmi masalan Amerikada CNN'larda, NBC'larda ko'rishlar doim bir demokratik bir republikni sahnaga chiqadi. Bular o'zlari tuanda yaqin og'inlar. Lekin sahnada bir-biriga qilmay shunda qattiq tasnazir qildi. Bularning do'stligi ta'sir yetkazmaydi.
Uygurlarning ishi tarixni men deyman ku, yuqori so'zlab ketdim. Sabit damıllam tutup geldi, bir adamdan sual yok ki. 11 bitimni tutup geldi, şu vaqtida aşı Uygurlarning bütün ziyolilari, aqllilari, iqtidorli odamlari hammasi G'uljiga 3 viloyatda to'plangan vaqti. Misal Nimo Mavo deb bir odam savol qo'ymay 7 minut chavoq chapdi bütün odam. Men oldinqidim so'rdim. G'uljiga borib, chavoq chapmagan bir odam bormi kesam, ashlam ildabdiki, bütün zalda necha odam chavoq chapmagan bir odam yo'q, topolmabdi. Acaba şu çal haberni hata ağam boğayıp da galiba kıldık şekilde. Ya 11 bitim hem adamın kulutda. Fakat da 11 bitim. Doğru mu? Muşundaq çavak çağıran gepler. O 11 bitimde bizning adil bir tanqidi yok. Uygurlar çoxum bir-birsiyle keskin tanqid qilishni o'rgansak, o'zimizning xatoligini tuzatsak, yana bir qitim fursat kelganda biz quruq qo'l qaytmaymiz. Bo'lmasa yana quruq qo'l qaytamiz. Yani şu o'xshash ideyada, yani şu 30-40 ideyada biz bolalarımızdan tortib, uytki bolalaringlardan tortib, yo'q deyishni o'rgatishinglar kerak. Aşı bir masalani o'zini Amerikaning bolalari shundoq o'z oldiga nim qiladi. Qo'yibdir. Uning salbiy taraflari bo'ladi, lekin aktiv tarafi salbiy tarafidan nurg'un o'sib ketadi. Ortiq bo'ladi. Shuni tutishga xuddi doğru, siz bir doktorga borsangiz, doktor sizga bir dori berdi. O darının sizge selbi tarafımı buldu. Lekin doktor aktif ve selbi tarafını seliştirip, ziyan ve payısını seliştirip, payısı köp de sizge darını verir. Şunun okşaş neyse Uygurlar tenkiti kılışken. Ben fakatla tenkiti makal yazdım. Bir ne çıkıdım, yazıp kaldım. Gülcekreni, bir net ayarlarını yazdım. Onundan başka asasiyetten ben tenkiti makal yazdım. Yani bu benim işim şu. Keşke hakla yazgan idarlarda yumuşak detallarını testle, şunun kusur tepeş, şunun aciz noktasını tepeş, şunu ağdırış, matematikini count example deydi, şunu tepeş. Şunun için bu hizmetimde hem cihetledim mi? Bana o bir manda etsanız, benim bir medeniyetim bu kaldı. Tenkit qilish quruq tepesh yapılaq dehqon tipil deyli bo'libdi. Tepesh mening Mevlan Yasin madaniyatiga aylandi. Tamam. Şişkon. Bu siz bugungi temada men muhabbetini o'zib ketdim. Tayyorlik o'g'irliqdan nurg'un hissiy tuyg'ularni namoyish qildimda sizniki. Chunki yozmalarimizdan to'kilib turdi. Bu temada bugungi ana temada Uyg'urlar nima uchun olimsiz, ijodiyatsiz degan fikr tug'ildi. Ya'ni shu fikr asosan nima bo'ldi? Olimsizlik masalasini hamda o'lchamni nim bilan chiqardingiz degan so'zga nurg'un izohatlar berildi. Ammo Uyg'urchadagi biz o'zimizning ishidagi olim deb e'tirof qilganlarning saviyasini xalqaro o'lchamlarga tushmaganligidan deyishki shundoq olim deyishki bo'lmaydiganligini ilgari surib chiqibsizda. Acaba ras olim yo'qmi degan temada bir qancha ismlarni tilga olishimiz mumkin. Ve yoki davlatsizlik bo'lganligi uchun orqamizda, davlat kuchi bo'lmaganligi uchun orqamizda bizning ahli ilm sohalardan, mutaxassislardan g'alaba qilingan davlat agar davlat mustaqil insonlar bo'lgan bo'lsa, cho'qim parlaydiganlarimiz cho'qim bo'lishi mumkin. Acaba bular ko'milib qolganlik bo'lish ehtimolligi yo'qmi degan bir savol bor. Siz bunun qanday qilib bu qarorda mahkam bo'ldingiz? Yani bugünkü sözlüğümüz bu temadaki birinci söhbetku, ikinci söhbetlerde Xudayım bolsa bunun tarihi sebeplerini ko'lab chiqamiz. Bu söhbetning tarixdan qandaq kelgan, nimamışda bo'lgan, hozir tarbiyalarini bugünkü bu söhbet fakat birinci söhbet bu manda islas manda bir kirish so'zi bu bir. Bunun tarihi medeniyetlerini dinden, felsefadan, o'zimizning coğrafya o'rnidan chatlarning bo'lgan muhitidan hammasini ikkinchidan Xudayim bo'lsa ulardan nim qilish. Bu to'g'riliq o'ylanganida men emas xeyli necha yillar bo'lib ketgan narsa bu kallamda. Sizdegidan to'g'ri buni yozganda odamning hissiyoti zodi to'mirlarida urib turadi ekan odamning hissiyoti. Hozirmi shu Uyg'urlar men dedim, Uyg'urlar masalan olim deganda biz g'ayvaqt o'zimizning mahallalardami olim bo'ldik, shaharlardami olim bo'ldik.
Mesela Uygurlar içinde mesela şu nurgun şu Şam Eşref deyilse nurgun al mesela Şam Eşref. Bunun kitabını okup çıktım. Mesela Şam Eşref'ni onun için dünyaya tanıştırış o bir kul sizin dünya buluş. Mesela Şam Eşref'nin şiirini ben Garip dünyasındaki en danlıq olan şair Shakespeare. Shakespeare şərqdəki şairlərin tacisi şair degan şiir yazdı. Doğru mu? Shakespeare şair emas, onu şiir deydi bular. Özü bir şiir. O şairlikten halkıp şiirge ötüp ketdi. Mana men bu nima Şam Eşref'nin şiirini okusam, Şam Eşref'nin şiirini okusam, bunun şiiri Shakespeare'ninki bilan şundaq o'xshab ketayotgandi. Bunun şiirini okusam, nurg'un so'zlari buningki men o'qib chiqdim, hatto Navoiynikidan kuchliroq. Bunun gay şiirlerini bu Shakespeare'e bir-birininkini ko'chirib oldim deb qolma o'qib chiqib. Kim Xudoy bo'lsa, yig'ib o'tma. Endi bu Şam Eşref'mi hozir shoirlikda mening ko'zim qarasa bu bir o'zi bir she'r gap bo'ladi. O'zi she'rga o'tib ketgan odam ekanda, Navoiymi shu'u, Alisher Navoiymi. Umi ular shoirlik bosqichidan halqib ketganlar ekan. O bir şiirge ilaka Lütfullah Müteallim'i Navoiyni yazgan yer bağı, qini Navoiy, qini onu bir görsem, mübarek kullardan tutup onun bir söysem de. Şu şairlerimde, bular ilaka şairlikte halkıp ketkenler Shakespeare'ler. Allah kaçan özü şiirge ayınıp ketkenler. Şunun için ben şu Xudayımız Şam, mesela Uygurlarda, şu Şam Eşref ya Shakespeare'de bir makal yazılsa, Uygurlarni to'ntibla qolmay, hamma mush Uygurlarning she'ri orqali meningcha g'arb adabiyotida xil zilzilga akilalay. Silishtiradi. Uyg'ur adabiyotda to'xtagan. Hayatınızda siz misal edip ötken eniştem olsun ve başkalar olsun asasen dünya tesir göstergenlerden hemisinden arkada bir müstakil hakimiyeti var ki şu. Bizim 11. asırdaki dünya tanılgan Türk dünyası tanılgan Yusuf Hasacip olsun, Mehmet Kaşgarlı olsun, adırsiz gibi kılakan Şam Eşref'le, Navaiy'le, bunların hemisinden özü yaşayan devirlerde müstakil yaşayan bir hakimiyet, onun sahip olan onun var. Aşina boğallık için onunki tonuluşu ve devirden alkılan eserlerinin bugünkü kadar hayatının uzun buluşu aşina münasebeti varken Münasibetim var, lekin bu münasebeti zörür emas, fakat yeterli şey. Mesela Yahudilarning Albert Einstein'la nisbi nazariyasini ijod qilganda, hozirgi dunyo taraqqiyotini ikki turidan biri deydi, yana birisi quantum fizik deydi. Shu ikkisini birini ijod qilganda Albert Einstein Avstraliya qurilmagan. Tek Germaniya edi. Onun nurg'un olimlar bor. O bizninki mesela tabirlash. Ma Şam Eşref bizni shundaq shoirimizni eng oxir dog'i o'ltirgan bir Uyg'ur. Ha shu Uyg'ur xonalga dog'i o'ltirgan bu odamni. Ha shu endi bu bir Yahudilarda azaldan bir bulat bo'yicha bizning 2500 bo'ldi, bizning har qanday boyligimizni g'arb butun dunyo asos g'arb xalqlar bulab ketib bordi. Bizni bulanmaydigan birli boyligimiz bo'lishga u bilim deydi. Faqat biliming bo'lsa, seni shu boshqa nimani bulab ketdimi, bilimingni bulanmaydi deydi. Shuning uchun bular kichigidan tortib bolalarga, bo'libmi ayollarga cho'qim, masalan bir uyda 3 o'g'il, bir qiz bo'lib qolsa, shu aram bir odamga tarbiya berish bo'lib qolsa, 3 o'g'li daychilik, divanchilik qildi ekan, qizni tarbiyalaydi. Onu terbiyeli çoğun olsun deydi. Mesela bu dünyadaki idealar bular hemmisi mesela Yahudiler deslepte şu Avustralya'dan kovlandı kılgan vaxtıda bular nurgulları berip garip uğurlaşıdı. Garip uğurlaşkanda bular garipler vaxtıda Hristiyan bulup Yahudilerin şunda eğildiğin vaxtı.
bularni chiqarib bular ishlab dehqonchilik o'rmon qilib har xil kasol deydi cho'ng imorat podsho o'rdak yerlarni shu germaniya hammalar bosqinchilik tog'larni uy silvatgan o'rmonliqlarni hammasini yahudiylar qilgan. Kim bular shunday qilib ketgan ekan, bu yerdagi xristianlarning noit ochiq kelib, bu nim bo'lgan ish bular ib ketdi deb podsho arz qilgan ekan, podsho bularning hamma dehqonchilikdan bularni qo'g'lab sherning ichiga akirib yutdi. Sherning ichiga akirib yotgandiki bular aql bo'lgandan keyin hunarvanlik qiladi. Qo'l hunarvan. Qo'l hunarvanlik bilan intayin taraqqi ketadi. Taraqqi ketib, podsho o'zining xalqiga 10% bosh qo'ysa, bularga 40% bosh qo'ydi. Shunda qo'yganda bular buningdan yana taraqqi, o'sha bulardan boylar, kristallar hammasi podshoning to'pidan yana arz qildi. Lekin podsho bu yahudilarning qo'ldan kirayotgan Krimga u Krimda ajrish qilishni qolmay, sal buningga sal kenglik qildi. Kim bu yer yahudilar kelib, bu bo'lmaydi ekan, biz cho'qim oqtanliklarni o'zimizning qilgan ishimizga akirish kerakka deb paychak bozorini ijod qildi. Shuning bilan okay, men bir shirkat qurdim. 20% siz oldingiz. Siz bir oqtanlik burun meni urayotgan odam, hozir bu shirkatdan 20% sizning qo'lingizda. Bu bayram bo'lsa, siz 20% pulingizdan ziyon tortasiz. Qanday qildi? Shunda bu paychakni qilgandan keyin nurg'un bu oqtanliklar buni qurishga buni qo'g'dashga boshlaydi. Bularning siyosiy huquqi bo'lgan bilan iqtisod jihatlardan bular nim qildi. Keyin bular jamiyat butun dunyo bu sanoatlarni qanday bir sanoat bermagandan keyin sanoatni qanday kontrol qilishda boylar qurib, bank sistemini qurib chiqdi. Bankar har qanday odam sanoat qurmaysa, uning pul ber. Bank uningdan yanmay yahudilar bizga bir dunyo hech qanday davlat yo'qmi, erkin dunyo bo'lsa biz eng yaxshi keladigan ideya bo'lib, bular kommunizm degan ideyani o'ttirib qo'yib chiqdi. Shuning bilan dunyoda kommunizmni qilib 100 yil kommunizmni dardini hozir tortyapmiz, o'zlari davlat qo'ydi. Amerikani asosiyatdan qilganda bularga bilim, aql to'xtamay bir yangi ijodkorlik, yangi ildash yo'lni shunda besim ostida bularni 2500 yil xristianlarningki qirg'inchiligiga, xaroblashiga o'tdi. Hatto 2 dunyo 6 million odamni qirg'inchilik qildi. Bu yerda bular shu kichikdan bularning eng muhim yeri oilada muarifga bergan birinchi o'rinda muarifga bergan tarbiyasini qo'ydi. Undaqda bugungi bu temani taxmi yig'incha qilsak yoki nuqtalashtirsak, sizning bugungi temaga aloqador olimga bo'lgan o'lchamingizni nima deb xulosalash mumkin? Endi masalan men so'zlab o'tgandim. Masalan men xalqaro nazariyadan so'zlayapman. Uyg'urlar nazariyada o'tsangiz, masalan shu men 20-30 dak Amerikadagi doktorlik unvon bolalarni so'zladim. Bular hammasi bizning Uyg'ur ishchimizga, Uyg'urlarning ichidagi olimlar. Mushu to'plamni hisoblaganda. Mushu to'plam ichida qarasak bular chunki masalan siz fizikada doktorlikni uchun shu fizikada o'qib eng axir oldingi safga chiqasiz. Biologiyada o'qish uchun biologiyada oldingi safga chiqasiz. Shuning uchun bu safda mushlar biz Uyg'urlarga nisbatan aytganda bular bu safdagi eng ilg'or ketib qolganlar. Shuning uchun bular biz Uyg'urlar ichidagi olimlar. Buni men bulardan faxrlanaman, bularni da'vat qilaman. Mening da'vat qilim, masalan, dunyoda ta'sir ko'rsatgan olimlar qarasak Uyg'urlar yo'q. Mayli falsafa, siyosat, iqtisod, harbiy hamma jihatdan qarab, u yoqda Uyg'urlar olimlar yo'q. Shuhrat Mitalik bor. Shuhrat Mitalikning ijodi yomon cho'ng ijodiyatchi u nima jumonglar uni Uyg'urlarning nurg'unlikni kasb jihatda etsangiz, uni noit murakkab nurg'un odam tushunmaydi. Bunda yopiloq tilda etsak, tishini oldi degan bunda aytsangiz, sizning badaningizdan jiningizni olib chiqdi deganga o'xshash bir narsa bu. O shunga Amerikalarda zilzil keltirib o'tgan shu mezgilda. Ama bu insonlarki bizning anga shu dahshatli kunlarimizda bizning haqqimiz beshkiga so'z qilinmasligi, bizning ahvolimizning dunyoviy ta'sir qo'zg'agan bo'lsa-mu, nupus qozonmasligiga bir sabab bo'lganligida tahmin qilayotgan yoki ilgari surayotganligi bor. Siz bu fikrga qo'shilamsiz? Bu nima hani bular masalan Xitoyda ma'lum tajriba hollardan fondi bergan bo'lishi mumkin. Ishlama ishida.
Asli bular deylik milletperverlik terbiyelenmegenligi bo'lishi mumkin. Endi biz bunda mustamlikni yaşagandan keyin bunda nurg'un Uyg'urlar tug'ilgandilar, amaliyotda faqat o'lak tug'ildi. Faqat 50-60 yil, 70-80 yil o'tgandan keyin ularning jasadini yeb qo'yamiz. Shunday gapda bizni amaliyotda shuni biz nurg'un Uyg'urlarga qarasanglar, tunugun men dedim-ku. Lekin namoyishga chiqsak bizning 1000-chi xodam bizda aroq 6 odam chiqib. Washingtonda 7-8 ming Uyg'ur bor, aroq 100 dak odam chiqib. Ben bunda qarab baksam 100 mi chiqamdı chiqmamdı demayman. Endi hozirgi lager beshimizni kiyilib hamma insonni shu yomg'irda qolgandek kelkunda eqib ketgandek inqilob eqib ketib hammalar bayroqning ostida qolib qoldik. Ilgari mana bu Xitoyga yo'l ochiq vaqtlarda vizali berilgan zamonlarda vatanga berib kelgan yo'llar ravon vaqtlarda nurg'un insonlar mishada turib qizil bayroqchi bo'lib ketdi. Özünün işletilen app'lerde Gonsandan ve Südün tartib aşiret jirak durup Xitay nimdisi mişad icra kılgan esker olup ketdi. Hatta şaş sakallarına ve başyağlıklarına hatta saldırıp etti Xitay'da. Aşağıda durup. An ilivet mantıklı, an mayan koydu. Onun nurgun neslerini kördük, baykadık. Muşunda turup mu yani bugün küllikte inqilab sepide yani yeterlik insanlarımızdan bulanmaslığı davanınki yani bizden asli müstakillik davayımızdan vatanının sahip kallık davasının kimi xalqarada puttaşlap turuluş ve haklılık nispetini töveltip etti. Çünkü bugünkü dünyanın tarazisi demokratiya deyilayotgan köp sonliq ovozlar o'tirib qo'yilgan qara qilingan bo'g'ashqa biz mustaqillik davası davatqanlarning ovozidan qo'rqin qo'mtib olgan ovozini chiqarmayotganlarning soni ishib ketganligidan xalqaroning qaymoq kelib chiqdi. Albatta hozirgi Xitoyninki o'zi bilan bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari va o'zining shaxsiy planlari manfaatlari qatorliqlar nuqtasidan boshqacha nima qilamiz, boshqacha natija chiqaramiz. O'zimizning qimmat nuqtai nazaridan qaragan vaqtimizda reallik şu anda. Bizning o'zimizning davası tutgan pozitsiyamiz. Yani olim deyotganlardagi inkasma ko'ngil yerim qildigan darajada bo'layotdi. Ma bu qarindoshlarımızdan tushgan savollar men Facebook bo'lmaganligi uchun qarayamadim. YouTube'ga faqat bir qarindoshimiz Abdurrahim G'ani savol so'rabdi, hozir hisobga o'xshaydi, so'rab javob ololmaydi. Chet ellardagi Uyg'urlar doktor Erkin Sidiqni Uyg'urlarning olimi deb hurmat bilan ataydi. Endi olimga qo'yilgan o'lcham bo'yicha Erkin Sidiqni Uyg'ur olimi deyishga siz qanday qaraysiz deb bir savol so'rabdi. Nima Erkin Sidiqni o'zini hozir olim deb baqqani yo'q. Men Erkin Sidiqlar 45 yil bo'ldi, qo'shni yerda nurg'un Uyg'urlar Erkin Sidiq o'zining kasbida natija qozongan bir Uyg'ur, u nurg'un maqolalarni e'lon qildi, hamma NASAda oliy injener bo'lib ishlaydi. Lekin dunyo olimlar ko'rinayotgan sepida Erkin Sidiqning ismi yo'q. Shuning uchun dunyo Erkin Sidiqni Uyg'urlar ichidagi olimlar desak bo'ladi, lekin xalqaro olimlar tarozida o kitobda yo'q. Uni o'zim ixro qiladi, o kitobda yo'q Erkin Sidiqning. Endi nurg'un Uyg'urlarcha mandaq bir ongbaki bu NASA'da işildi deyse, bu NASA'da işilgen adamlar bütün başka sahalara qaraganda nima bo'ladi, başka sahalara qaraganda ilgir seviyelik bo'ldi deb manda o'ylayotganda amaliyot emas. Masalan, NASA'ning u bir xil ilm-fan sahasi astronomni tadqiq qilgan. Masalan, biologiya bor, ularning tadqiq qilgan sahasi bor. Dorigarlik bor, kimyolik bor, injenerlik bor. Her saati var. Bunlar her aldığa, üç aldığa kitip ağan sahalar. Bunların manında üstün diyeni bulmaydı. Bunlar hemmesi üç aldığa kitip ağan, üç aldığa yart kitip ağan sahalar. Hem de nurgun Uygurlar ile bizimki ken ilim penge dairimiz mümkün ki NASA diyen ki NASA asmanını kainatını tadqiq qildi emasmi? Kainat tadqiqan ki asman mında qarşı dopsiyaga chiqib ketgan ekan, mush bek nima o'xshaydi deb qoldiganlar bor. Shuning uchun Erkin Sidiqni men hurmat qilaman. O natijaga erishgan, NASAda oliy injener bo'lgan birdan bir Uyg'urchi. Hozir NASAda ishlayotgan ikki Uyg'ur bor. Biri Erkin Sidiq, bizning Virginiyadagi Aynur. O kompyuter doktorluqni qilib qolgan, o NASAda ishlaydi. Ikkisi NASAda ishlayotdi.
Yeten netice. Lekin erkin siz özünüz sorduğunuz ama dünya sakınski alımlar katarık siz kiremsiz deyseniz ben işleme erkin darılı yok değil. Okay. Başka şahsi ve başka taraflarga kadar sorular var ama söz temisi o olmalı şu an kirmeyli. Yani bir sualda ama kardeşimiz Alisher Navai'nin Navai emesto deb so'rab qoldi. Bu bir tane gap edi qarindoshlar, uni u yerga qilmanglar. Endi yana bir savol, Qur'onning tanqidiy ta'siriga qanday qaraysiz debdi. Siz balkim keyingi kunlarda mana bu Ramazon va safarlarda, umr safarlarida tirishib baqqan bo'lishingiz mumkin. Hem de karanlar. Bu nime bu tenkidi makalınçı Kur'an'ı tenkidi ügenmeyimiz. Kur'an'ın meselelerini tenkit kılış uslubu veya mezmun kadarlıklardan deydi. Yani tenkit kılış nimesi. Hem de Kur'an'ı o nime öyle ki, hem de Kur'an'ı mandak etseniz onu öyle ki muzakir kılış için öyle ki ya doğru hata dep muzakir kılış için ular için emas, fakat icra kılış için de çıkargan kitap, Allah'ın kitabı. Fakat icra. Siz hazır mesela tenkitçilikning mas software dunyosidagi ko'zga e'tirof qilishgan injin edi. Yani ma ilmiy jihatmi shu jihatni kesibingizni ijtimoiy fanga almashtirib yoki taraqqiy qildirib kengaytayotgan bo'lishibdingizlar. Qur'onning shu tanqid qilish uslubi va ta'siriga qarta fikringizni so'rayapti. Siz Qur'onning tanqid qilish usuli degan nimani deyapsiz? Masalan, tanqid qilishda Qur'on tanqid qilyapti ya haqni tanqid qilamdi deysiz. Ya Qur'onning o'zini tanqid qiladi-ku, masalan, Payg'ambar alayhisalom yozib ketgan tanqid qildi. Boshqa o'tgan qavmlarning xatoliklarini tanqid qildi. Masalan, aql ishlatmamsizlar degan shakldagi tanqidlar bor. Yani jiqabda qaysi birisiga nasihat o'qildiq uchun Qur'on nasihatdir ya. Shunga nasihat Qur'on nasihat. Endi Qur'on Alloh taolo bizga nasihat berdi, bizni tanqid qilmaydi. O nasihat ma yo'lga borsa, ma yo'lga tanqid. Alloh taoloning bizga tanqid qilishga hech qanday ehtiyoji yo'q. O'zining yo'q. Hech qanday ehtiyoji yo'q. Bizga ma'ni qilsan yaxshi, ma'ni qilsan yomon deb ko'rsatib berdi. Ma yomon, ma yaxshi deb ko'rsatib berdi. Qolgan tanqidni o'zaro haqlar so'zlaydi. Endi bu Qur'onga, hadisga tanqid qilish bu ilaqisi hazır bo'lgan ish emas. Men azaldan tortib deb kelyapman. Men diniy to'g'riliq maqol yozmayman, diniy to'g'riliq suhbat kirmayman dedi. Ben birdan bir kirmaydiganim. Chunki uni siz din to'g'riliq tadqiq qilish uchun shu Qur'onning har bir harf so'zlarini intayin tushunishingiz kerak. O'qishingiz kerak. Aşı hadislerini, mesela İslam din mekteplerinde avval Kur'an'ı okup şuna mükemmel düşünüp oğan ki endin hadisini ügünsüz ki. Hiçbir bir para ügenmeyiz. Qaysi mektepte? Ben meçitler varsa meçitler imamlar bile ben bu şekilde bunlar hem de doktorluk inanırlar, aşı doktorluk inanan şeyh bu ağalar da şimdi şu İslam müştəğuluklar İslam sen Kur'an'ı to'liq mükemmel düşünüp bulmak için maktablarda hadis to'g'riliq dars başlamaydı. Yani siz menden jiqroq surishtirib beqing bilsiz men chunki Qur'on bilan Qur'on aşı hamma nimaga ilaqa tushuncha berilgan narsa Qur'on. Aniqlim berilgan. Qur'on faqat aniqlama, eng mukammal aniqlama deysiz. Endi bu dunyoda hech nima mutlaq yo'q, narsa yo'q deysiz, Qur'on mutlaq. Ya shuning uchun men birdan bir sizlardan qilgan har qanday savol javobsiz qolmaydi deyman. Men birdan bir men din muzokaraga tatbiq nima talash tortishga kirmayman. Okay, tamam. Yana bir savol chiqdi, qarindishimiz hozir aytibdi. Newton, Einsteindek insonlar, olimlar nima uchun musulmonlardan chiqmaydi? Mavlana efendi bu haqda qanday qaraydi? Bununla masalanga şu 7. 6. 7. asırlar bunday istemez 10. asırlarda u vaqtlarda musulmonlar dunyoning eng taraqqiyot. İşlemsizler adı osmondagi koinotlarning yulduzlarning qismining 3dan 2si Arab chiqsin.
Yıldızlarınca bunun 3'ten 2 Arapça İslam Arap koygan. Arap miktarını Arap kıla koygan. İşte Google'da izlenglar. Arap kıla koygan. O vaxtlarda Bağdat hazırki Amerika'nın Harvard Üniversitesi. Bütün dünyanın alimleri şu şekilde. Kim nimiş izah kaldı? Bunu bir anladın vaxtida mavo G'arbda 400 yıl qar davri o'tdi. Bütün kitapni köydürüp hech qanday qolmadi. Faqat kim Saladin bilan so'qishib, Saladin Avstraliya Yevrosimni olgandan keyin bular Yevropaga ketgandan keyin mush arabdagi kitoblarni olib berib o'qib, endin taraqqi manda chiqib ketdi. Shu vaqtda chiqdi. Kim nimishqa bu musulmonlar taraqqi qilmadi deganda bir ismini unutib qoldim. Bir g'arblik falasuf nayt yaxshi javob berdi. O shundoq dedi. Xristianlar taraqqiy qilib ketishi Injildan borgan sari yiroqlashib ketishi dedi. Musulmonlarning orqada qilishi borgan sari Qur'ondan yiroqlashib ketdi. Qur'onning yo'li bo'yicha mangan bo'lsa, bu eng ilg'or bu kitobda hozirgi shu musulmonlar qilishi va Qur'ondan ilm bular iliqi Taşki dünyanın emas, ichki dünyani izlash bilan o'tib ketdi. Meni qalbim bilan Qur'onning o'tiriki nim munosabati bor deb butun diqqati shunun ketdi. Qur'onni o'rganib turib, koinotni ko'ranmidi. Men o'ylab o'qidim-ku, Mevlana'nın Kristus'da Allah'ın degini, "Vay Allah sen nima uchun insonni yaratding?" desa, Mevlana she'rida, "Men bir sir insonlarning izdirinishini yaxshi ko'raman" degan. Shuning uchun shu koinot izdimay bizning asosiyatimiz ichki dunyamiz bilan Qur'onning o'tirki munosabati tashqi dunyoga biz diqqatimizni chechiradi. U diqqatimizni u yoqdan yig'ib olgan. Shundan keyin Bag'dodmi dunyoni bulanmay a'lo bo'ldi. Sizin cevabınız. Okey. Men din to'g'riliq savol so'ramanglarmi? Oldin deb qo'yayman. Men din to'g'riliq savol so'raman. Okey. Anlavatçılar qarindoshlar, men Ahmedonga telefon qilayotgan bo'lsam, men qaytaray. Agar xato bo'lib qolmagan bo'lsanglar. Telefon keldi-da. Hamshiyonlar tugatdi. Assalamualaikum. Men vaalaykum assalom keldim. Savol bo'lsa so'ranglar. Babam Ahmedonga telefon qilganmi ya programda? Tamam. Tamam, ma'qul. Ben biraz dikkat ederim. Mevlana'nın başka savollarmi yo'q, lekin program uzrab ketgandan keyin misol to'xtalgandan boshqa bu programni siz hozir yana bir tema şekilde başlab qo'ygandek nima qilibsiz bana? Çünkü bu hozir o'sha kirish oldu bu dediniz bu tanqidinizdan. Yani davomi bor demoqchi endi. Şunlaşqa yana bunun aloqador savol bo'lsa oldimizda yana fursat bor degan gap. Men sizning programmangizga dastlabda bir xalqaro vaziyatni so'zlashdan boshlagan. Vaqtida hech kim. Undan keyin bu dunyoni yaratgan 20 ijodiyat formulalar tutib ketdim. Xitoy madaniyatiga o'tib ketdim. Undan keyin Mao'yliqi biz kimga qarshi budaqdan bilsa, yana bir 2-3 haftadan keyin 11 bitimni yana ochmay yana so'zlayman, uni tayyorlab kutib qoldi. Masalan, ekranlaringiz bir joyiga kelsin. Uni so'zlaymiz. Endi ichildi Xitoy madaniyati to'g'riliq odamiy ish go'shi deb birinchi tushagan, uningki Xitoy odam qiynash madaniyati, Xitoy odam o'ltirish madaniyati deb bir yurishlar bor. Hozir uningki Xitoy bu hozir masalan o'qimay mushtaq so'zlashni chiqib har ikki hafta so'zlasam 100 qitim so'zlasam so'zligidek narsa bor. Endi shu odam biroz sal charchab qolibdi. Ama şu tema dairanız biraz jiqilib ketdi. Bo'lsa o'zingizning yaxshi tanishgan do'stlaringizdan o'rtoqlashib, bo'lishib bilib qilgan bo'lsangiz ham yaxshi bo'ladi-da. Har programni taqdim qilgandan keyin davomini surish qilganlar jiqilib qoldi. Tamam, kilar qatam degan fursatda boshqa bir tema o'tirish chiqdi. Shuna qilib bundan 5 yil olib ketdi.
Çünkü ben o ortak depredim. Ben her ettiğinde 100 bet kitap okuyayım. O kitap okugan sırı daireniz kengeydiken, sual köpeydiken, bilmeyen nesler köpeyip ketediken, hiç nima okumasanız, hiç nima, hemen nimani bildiğin bu kalsızken, okugan sırı, bir çaldı, kuruk tapkan bir kazan koşa, hiç nima yok bir şakaldak hiç kalsızken, şunun diken suallar köpeyip ketediken, şu suallar kopkan diken, ma birimin tayyalayıcı da tayyalap, meni toşkan çıksın, mesela muşinin ben tayyalap koygun, bir xeyli uzun bo'ldi ideyerimde bir chatden qo'yib qo'yib tanış yapmışlar mangacha savollar paydo bo'ldi ekan shuni bilan buni bir odamga sen ma kitoblarni o'qiydigini bo'lmaydi ekan uni so'zlash uchun shu odam shu doir kitoblarni ming batlab bir bilan o'qish to'g'ri keldi ekan shunda bo'lgandan keyin qani xudoy bo'ldi voy uzun so'zli bizmi bugun ha biraz uzak gitti. Meyli. Bo'ldi. Ondan olsa bugün bir şeye kadar bolsun. İnşallah aldığımız baş fırsatlarda yana tekrar köş bizge boludu inşallah. Sizler tanışkandan beri cık tirişçilik gösteriyotganligingiz, meselelerge inchike, keng etraflık vaqt sarf qilib, ixlos bilan taqdim qilayotganligingizni millet tushunib yetdi-ku. Şuna bir gap qilsangiz, herhalde quloq solib anglaydigan bir yerga keldi. Necha vaqt ama bu üzücülük bo'lib qoldi. İnşallah bunday fursatlarda aralab ko'rishib turamiz. Aman bo'lingiz müşahede. Bo'ldi, men bir oxirida o'tay bir ig'il so'zni. Menmi shu chunki bu ikrom so'zlagandan keyin sizning har bir so'zingiz xalqlarni 1000 odam olsa 1000 odamning vaqtini oldi. Shuning uchun michaga so'zlashdan burun men har bir michaga chiqish 2 soatlik so'zlashimga 100 soatdek tayyorlik qilaman. Her bir sözümni yozib, her bir sözümni takrorlayman. Mush ortiq bo'lib qoldimi, kemayib qoldimi? Bu so'zlarimni takrorlab sizlarga taqdim qilib solaman. Shuning uchun yoqtirib anglag'inglar xo'sh. Savolinglar bo'lsa, Mavlon Yasindan azaldan sizlarga deydigan bir gap bormi dindan boshqa? Savol sizlardan, javob mendan. Har qanday savolni bunday savolga men javob beramayman deb o'tmayman. Har qanday savolinglarga o'zimning barliq yani hata bo'lishi mumkin javobim, lekin cho'qim javob beraman. Bo'ladi, hamma hammanglar ko'p rahmat. Men bir yerda oyoqlashdim, men chiqib ketdim hamma. Bo'ldi, aman bo'laman. Assalomu alaykum. Muhtaram qarindoshlar, bugun program bu yerda bo'ldi. Ko'ngildek Uyg'urlar nima uchun olimsiz, ijodiyatsiz degan mazmunda Mevlon Yasin efendim etrafida o'z yashayotgan bugungi muhitimizda közümüz uçkaşkan, kolumuzla, putumuzla putlaşkan, etrafımızdaki hem neslerden, kitaplardan, alimler tizimlikinden, icadiyetler tizimlikinden hakkımızda izlenip bir şekilde isim tapanmağalığı tüpeyledin, köngül geçtikini tizip gelip 11 izitko, yani az duruş karakterdeki 11 naçar illetine tepki çıkıp yani oturup koygan oldu. Elbette hemmisine toluk kıpılanmaydı bir insan, Hemmeyle özüra toluklaş kıysak, yani özümüz oylagan şekilde mamur müşindak tüzüş değişik meseleler diyen mezmunda inkas rayonuna veya ki bizge şahsi uçurlarda ya ki Mevlon Yasin Efendi gibi vasıta şu mezmunga alakadar toluklamalarını, tüzüşlerini yollap bersanlar inşallah milletin menfaati için biz onu layıkada kadirlendirişe tirişimiz kardeşler. Programımız dilokandak şu hazır Facebook etlip bağlılık için YouTube ve Twitter'da ilan kılınaklı arkadaşlar dostlar tavsiye yapıp olgan bolsanlar ve dostluk çemberikimizge koşup koysanlar ve dostlarınlarla hem bizdeki bu təqdim kılatkan halis programlarımızdan hem bulaşın, behriman bulup buluşuyla yardıma kılan bolsalar arkadaşlar. Ondan başka kararlılık memuatkan programlarımız var. Bundaki yana yeni oturluk koyduğun başka programlarımız var. Fidayla ekranı hazır kadar müstakillikte ve özündeki otur yol. Yani halkın menfaatine doğru gelse, tarafsız halette milletin menfaatine uygun olsa hem sahada koldan keliş hizmet kıldığın meydanı özgergen yok. Şuna özündeki təqdimleri boğan qarindaşlar bolsa alaqalasa xursand buluruz. Fakat hayat biraz aldık saldı.
ve deganimizdek hazır media sahası bir varançılığına işe kirgenligi üçün köngül dostlarımızdaki dikkati çeşilanğı ekranlar köp. Bunda bir havalat boğalık üçün bizim biraz kademlerimizge salmaqlıq, biraz turaqlıq, iğiraq halatda muamele qilishga o'tdik. Elbette talep köpeyse taqdimmi shuninglar köpeydi. Ekranlarimizda burun taqdim qilib, hozir yo'qolib qolgan yoki orada uzilib qolgan taqdimkor ustozlarga hammasiga salom deymiz. Sizlarning agar ularning taqdimlariga sig'inishinglar bo'lsa, ularga salom yo'llash orqali ularning ekranlarimiz orqali o'zining taqdimlarini aymaslikni tavsiya qilsanglar, bu hammalar uchun, hammalarning manfaati uchun xizmat qilgan bo'lsa, qardoshlar. Bo'ldi, aman bo'linglar. Hozirga qadar biz ikki prinsipni tutib kelyapmiz derdimiz. Biri to'g'ri bo'lish, ya'ni Qur'on hadisga sasaq, Qur'onga sasaq, haqiqat bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, ikkinchisi millatning manfaatiga uyg'un bo'lsa, bu ishni qilili, taqdim qilayli, bu fikrni o'rtaga chiqayli degan shaklda yo'l tutib kelyapmiz. Albatta bu prinsipimiz inshaalloh yana bir xato bilan natijalanganligi isbotlansa va buningdan to'g'ri bir isbot maydonga kelsa o'zgarish mumkin. Buningcha inshaalloh insonlik sutimiz bilan bar imkonlarimiz bilan xolis va saf niyatimiz bilan inshaalloh davom qila olgan muddatcha davom qilamiz. Ekranlarimizni ko'rishib turibmiz inshaalloh. Mening bu turqumdan rahatsız olan o'zi boshqa bir shaklda izoh turib avro kutgan qarindoshlar agar samimiy bo'lsanglar, agar meni ekrandan keyiniga ishtibdi, ekran kasanglar qarindoshlar, o'zinglar xohlagan programmani mangdusanglar bo'ladi. Biz Fidoylar ekrani arqa sapda texnik xodim bo'lib turib beramiz. Ya'ni oldiga lozim bo'lsa, oldiga, orqaga lozim bo'lsa, orqaga biz bor. Maqsad xalqqa xizmat qilsak degan umidda. Şuna başqa g'am musibat bo'layotgan qarindoshlar bo'lsa, ortiq charchamaysizlar. Aman bo'linglar inshaalloh. Yana programmamiz vaqti-vaqtida davom etadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.